أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. yuqorida biz kitob tahoratni o'qildik. Kitob tahorat islomning muhim ruknlaridan bo'lgan 5 ruknning birisi bo'lgan namozga tayyorlik qilish iboratdir. Shu muhim ibodatning tayyorligidan iboratdir. Shu tahoratni muqaddimatul vojib deb ataydi. Usul fiqhda muqaddimatul vojib, ya'ni shuniki tayyorlik degan tariqada. As-salatu fil lughati ad-du'a. Hamda namozning ta'rifi. Arab tilida salat degan so'z asosan duo degandan kelgan. Uningdan boshqa bir qancha ma'nolar bor, lekin asosan shu duodan kelgan. Qala ta'ala: "Va salli alayhim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum." Yani şu zakatni topshirib olgan chog'da, zakatni islom hukumati zakat xodimlari topshirib oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu islom bo'litining raisi bo'lib chiqdidan zakatni topshirib oldi-ku. Topshirib olgan chog'da va salli alayhim, Alloh malonga barakat bersin, Alloh kan rizq bersin, Alloh qabul qilsin degandek so'z bilan duo manda. Shuna biz mutolaa qilgan chog'da adetki insanlar Allahümme salli aleyhi desi bulamdı mesela. Enda bir bunu okuduk o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala İbn Abi Evfa diyen. Yani dua manda. Hazır şu ayette dua mani geldi demek için. Ey udu lahum, ularga dua kılgan diyen manda. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem ve sallat aleykumul melaike. Hazır hadisten bir delil geldi. Ayetten bir delil, hadisten bir delil. Bunun başka ayetlerden bağımdı. Hadiste ve sallat aleykumul melaike. Enes radıyallahu anhu rivayet ki hadiste ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ca'a ila Sa'd ibn Ubade feca'a bi khubzin ve zeytin feekele. Thumma qala nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem aftara indekumus saimun ve ekele ta'amakumul ebrar ve sallat aleykumul melaike. Bunda dua qilgan. Va sallat alaykum malaika, farishtalarmi sizlarga duo qildi, duo qilg'ay deganman. Ey da'at lakum. Va qala al-A'sha, A'sha degan bu jahiliyatdagi mashhur shoirlarning birisi. İsmi Maymun ibn Qays yoki A'sha al-Kabir deb ataldi. Jahiliyatda Kabe'ga qasidalari esilgan cho'ng shoirlarning birisi. Mesela Muallaqat Sab'a, Muallaqat al-Ashr deymiz go. Ayında meşhur qasidalarning egisi. İslamiyet kelgan chog'da hayot bo'lsin, uzun umr ko'rib, lekin musulmon bo'lmay ketgan. Adam jahiliyatdagi shu shoirning she'ridan nima keldi? Yani arab tilida shunda mazmunni ishlatdi deyishgan. Shohid keldi. Va salla ala danniha wartasam. Bu asli Ashaninki bir yahudiyning aroq ishlab, aroqni saqlab, uni asrab mısın? Buzilgan mısın da shunda bir parvish qilgan ahvolni sifatlab degan she'rninki bir qismi. Shuni mesela oldida va sahba'a tafa yahudiyuha qip-qizil sharab dedi. Buning egisi bo'lgan yahudi o atrofida ayni tungdan yo'g'on tungdi bo'ldi-ku. Va abrazaha va alayha khatmun. Peçetlengen aletten için ağzı itilgen uzun müddet tutsa o'xshaydi aroq. Aslında peçetlengen aroqni tungini ichqib, aptab silib, havolantirib, hamda atrofini aylanib va qabalaha ar-rihu fi danniha. Dan degan shu tungi, kupi deymiz. Idish yoki kup. Havolantirib uni aptab silib va salla ala danniha. Aşu idishqa, aşu kupga duo qildi. Chiqilib ketmagay, aroq buzilib qolmagay deb. Vartasam degan shuma endi bir panolik qildi degan. Duo tilovatni o'qib o'zining tilida narsini deb ketdi.
Yahudi bunda qildi deb shunda bir ahvolni sifatladi. Bundan ko'rsatmoqchi bo'lgan dalil mush va sallallohu ala danniha degan. Demak, shu aroqning kupiga duo qildi. Chiqib ketmasin, aroq buzilgan mug'ay bu deb. Ay da'a, yani duo qildi demakchi. Va fi shar'i, shariatda namoz degan bu so'zning lug'atdagi ma'nosini boshqa bir yangi ma'noga yutgan. İslamiyat kelgandan keyin. Shariatda ibaratun an arkanin maxsusatin va azkarin ma'lumatin bi sharaita mahsuratin fi awqatin muqaddaratin. Shariatda namozning tarifi bu maxsus bir arkanlardan iborat. Masalan, ruku' va sujud maxsus rukunlardan iborat. Va azkarin ma'luma, ma'lum zikrlardan, duolardan iborat. Allahu akbar, sami'allohu liman hamida, assalomu alaykum va rahmatulloh masalan. Ashunda. Bi sharaita mahsura, sanliq, ya cheklik shartlar bilan. Shartlarni masalan taharatlik bo'lishi, shunama qibliga yuzlanishi, avratni yurgan bo'lishi, bir qancha shartni sanashi mumkin. Fi awqatin muqaddara, belgilangan vaqtlarda. Masalan, farz namozlar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, vaqti aniq bekitilgan farzlar edi. Bundan boshqa ba'zi masalan vojib namozlar, sunnat namozlarning shunda chashgani, Eid namozni, undan boshqa shunda tahajjud namozi kechida o'qildi. Shunama endi bekitilgan vaqtlar bor edi. Maktabda bunda ta'rifladi. Ba'zi kitoblarda maxsus bir ibodat deydi. İbadatun maxsusa, muftataha bit takbir ve muhtatama bit taslim. Allah'a bir ibadat. Allah akbarda quloq qiqish bilan boshlanadigan assalomu alaykum va rahmatulloh deb oyoqlashgan bunda bir ibodat. Har xil ta'riflaydi, lekin mazmuni shu, biz biladigan shu namoz. Endi lug'at ma'nosi bilan shariat ma'nosining bog'lanishi bor. Duo, uning bu ashunda bir ibodat. Xuddi endi shu namoz o'qigan kishi qiyomda turib qiroat qildi, ruku qildi, shunama uniki sajda bordi, tashahhud o'tadi. Shunun hammasidan maqsad ey Alloh, men sen qulluq qilma, mag'firat qil, duolarimni ijobat qil degan bir duodan iborat ekan shu. Ikkisini chechish qilinish shu. Ulamolar shu qiyomda turib o'qish, ruku, shuning hammasi asli maqsad sajda dedi. Bu nima? Xudo tantarbiyachilar bir tantarbiya qilish uchun badanni qizitadi-ku. Yugurib harakat qilib, to'p o'ynashtirgan. Badan qizitganka rasman uni boshlaydi. Shunga o'xshash sajdaga tayyorlikdan iborat. Asta buni tayyorlab, ruhiy kayfiyatni tayyorlab turib, uni sajdaga cho'kkan chaqda dal haqiqiy maqsad shu deb qaraydi. Va hiya faridatun muhkamatun, namoz bu aniq, hech qanday ehtimollik yo'q. İxtiloflashib qoldiganda bir dalilga tayanmagan aniq bir farz deydi. Yakfuru jahiduha, buni tangan kishi farz emasda men namozni o'qimayman, menga farz emas degan bo'lsa kafir bo'lib ketadi. Va la yas'u tarkuha, uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Tashlab qo'yishda kengchilik yo'q. Sabatat fardiyatuha bil kitabi va sunnati va ijma'ul umma, farzligi Qur'on bilan, sunnat bilan va islom ummatining ijmo bilan isbotlangan. Mishal al-kitob Qur'oni Karim. Nima uchun? Chunki jumlada siyaq qarasanglar al-kitob, as-sunna, al-ijmo deganga Qur'oni Karim kirdi. Amma al-kitobu fa qawluhu ta'ala, Qur'oni Karimdagi dalili deydi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz edi deganman. Alal mu'minin degandan bu farzligi o'shadan chiqdi. Endi Qur'on Karimdagi namozning farzligini bildirgan oyatlar bular emas. Sonsiz oyatlar bor. Va aqimus solata va atuz zakat. Shunama? Hafizu alas salawati was salatul wusta. Aqimus solata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Aqimus solata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl masalan. Fesubhanallah hine tumsuna ve hine tusbihun. Aşağı mı sen namaz? Bunun başka ayetleri yok.
Yani mesela kul li'ibadiyellezine amenu yuqimussalah. Ve amma sünne, yani hadistin delili nurgunun. Sana tüketkil olmaydı. Lekin bir misal alsak, فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. İşte 5 asas üstüge kurulgan İslam dedi. Ama birisi ve ikamus salat. Bunun başka mesela İsra Mi'raj kişide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz farz kılıngan çağda Allah Teala'nın da hiye hamsun ve hiye hamsun. 5 vakit namaz dikaş 50'ke hesap dedi. 50 vaktin 5 vakka düşüydü bu. Musa aleyhisselam'ın teşrif verip ve kayıtı verip mükavva. Yana bir Arabi kilep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soğan çağda bir söz kişilerin kançak namaz farz kılındaysa 5 salavatın fil yevmi vel leyle illa en tattavva. Nafil okusan ba bundan başka. Olmasa şu 5 vakit namaz farz yani la azidu ala hada dedi. Ama onu artık okumayma. Aflahan sadak. Bu 5 vakit namazdan farzligini gösterdi. Ve aleyha icma'ul umma. Bütün İslam ümmeti bununla birde ittifak. Namaz gen farz ba İslam'da. Yani namaz mı? İslam'ın türkü bağlanırken as-salatu imadu'd-din. Men aqamaha faqad aqamad-din ve men hedemaha faqad hedemad-din. Namazını taşlıqallığını, namaz okumağallığını küfürge kadar ispatladigan hadisler var. Yani qattiq egir bunun olması. Şunu taşlaşıp olmaydı dedi o. Şu hadiste el-ahdu'llezî beynena ve beynehum as-salâh. Men terakaha faqad kefer. Aşında hadiste kelgan. Ya şu tanrılığını kafir deymiz dedi maktab şuna ama lekin okumağanlarını dese taşlaşıp olmaydı deb koydu. Köpçülük alimlarning nazarida tanmagan holatda sal qarab o'rinliq qilgan lekin shahodat qilgan odam bo'lsa kafir demaydi. Ba'zi olimlar kafir deydi. Wa sababu wujubiha al-vaqt. Vacib bo'lishning sababi dedi. Bu iborani har xil tushunish mumkin. Nima uchun vacib bo'libdi desa, Alloh taolo bandalarni o'ziga mushunda ibodat qildirish uchun vacib qilgan. Vacib bo'lishning sababi shu deyishimiz mumkin. Tushunami? Niye demek çoğuna bandaning gadin farz bo'lgan chaq demakchi. Masalan, peshimni o'qish qachon farz bo'ldi? Peshimni vaqti kirgan chaqda. Lekin ashuna boshqa ifodaldi. Biz ashunda tushunsak bo'ldik. Bidalil idafatiha ilay degan al-vaqt. Shu vaqtga idofat qilinganligi shu dalil bo'la oladi. Shu vaqtning sababul vujub ekanligiga deydi. Qanda idofat qilinsa, masalan salatul asr dedi, salatul zuhr dedi. Salat hozir asrga shu vaqtga al-asr va zuhrga idofat qilindi. Va hiya dalalatu sababiyya. Demak, shu vaqt shunda kirgandikilar vacib bo'ldi degan dalolat qilgan bir ish deydi. Mesela haddizina, hadd degan belgilangan ig'ir jazo. Aniq belgilangan qo'lni kesish, shamni kesat qilish, yuzda urish deganda ya kallasini ilashmasin. Bular hadd. Atashfa fi haddin min hududillah. Alloh taolo belgilayotgan. Belgilanmagan jazolar bor. Buni ta'zir deymiz. Qazo qilmada qarab, mana 10 darra takkizib qo'yinglar. Mana mashhur jarimani Allah degan bu mashhur so'rab qo'yinglar deganda bu ta'zir deymiz. Lekin hadd degan belgilangan jazo. Zinoninki belgilangan jazosi deydi. Demak bu hozir nima iborat? Zina sababidan belgilangan jazo demakchi deydi. Shu sababni ko'rsatdi. Va kaffaratul yamin. Qasamning kaffarati qasamni buzganlik sababidan to'laydigan kaffarat. Va tajibu fi juz'in min al-vaqt mutlaqan. Bu namaz bandaning gardiniga qachon vojib bo'ldi? Mutlaq bir vaqtda. Lekin bu namozning dastlabki vaqtimi yo keyingiroq vaqtimi? Masalan, peshinga soat 1 da azon chiqdi desak, asrga soat 3 da desak, 2 soat vaqt bormi? Bu 2 soat ichida qaysi vaqtda vojib bo'ldi? Masalan, ba'zi odamlar avval vaqtda vojib bo'ldi. Allohu akbar da shunda azon chiqdimi? Yoki saylar o'tsak namozning vaqti kirdimi? Kirgan shu chaqda bu odamning gardiga vojib bo'lib ketdi deydi.
Ba'zilar yoq eng oxirgi chaqda vojib bo'ldi. Buning farqi bor ekan. Yani bu tecrübe avval vaqti va oxirgi vaqt degandek usul fiqhga munosabatlik azroq. Fiqhiy masalami deyishga bo'ladi. Buning farqi masalan bir ayol peshinga azon chiqqandan keyin 1 soat o'tgandan keyin hayz ko'rdi. Kim 1 soatni hayzda holat o'tkazdi? Namoz o'qimaydi. Dastlab 1 soatni peshin o'qimabdi, hayz o'qiyaman-da. So'ngan qisal bo'lgandan keyin namoz o'qimadi, 3-4 kun hayz ko'rdimi? Keyin farqlangan chaqda agar tejib avval vaqt qilsak, dastlab 1 soatda uni galdiga vojib bo'lib ketgan, o'qimin namozni qazosini qildiringa. Oxir vaqt desak, yo'q u desek 1 soatda vojib bo'lmagan. Keyingi soatdan vojib bo'lay deyishiga kirib qoldi. Galdiga vojib bo'lgan, uni qazo qilmaydi dedi. Yani bu tecrübe avval vaqt va oxir vaqt degan gapning shunday ishlarga munosib. Balog'atga yetish masalasi va kaza shuni chetish tarafi bor. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Mutlaq shu bir vaqtda vojib bo'ladi dedi. Lekin Hanifi mazhabda oxir vaqtda deyish mumkin. Shafiy mazhabda avval vaqtda deydi. Nega unda buni to'g'rilab to'xtalmabdi? Undan buni o'qimaydigan vaqtlar. Gadinga atib ketgan vaqti. Uning qadar atilmaydi. Esa baytun ezning misolini bad o'qi. Oxirgi 1 soatda ez ko'rgan bo'lsa, uning qadar o'qimagan bo'lsa, gadinga atilmadi. Atildigan chaqajon eng oxirda ado qilmasa, unda atildi. Yo'qsa oxirgi vaqtni joiz vaqtlar. 1 soat vaqt o'tib o'lib qolibdi odam, yana 1 soat. Xuddan namoz vaqti chiqib bo'lsa, unda o'qiyamadi. Endi o'qiyaman deb o'ylab qoldi. Gadimda namoz yo'q deyishim. Oxirgi vaqt deganlar. Avval vaqt deganda, mana gadim namoz farz bo'lgan, Alloh akbar deyish bilan bu 1 soat yashida, namoz o'qimadi, gadim namoz qilib o'lib ketdi deyishim. Nega ibodatdan afzali o avval vaqtda o'qilgan namoz deb hisoblanadi? Hozir afzallikda emas. Shu vojib bo'lib ketgan vaqt. Bu afzallik vojib qanım emas, zid kelmaydi. Lil mukallafi ta'inuhu bil ada. Bir vaqtda vojib bo'ladi bu, lekin buni mukallaf o'zi bekitadi. Shu chaqda Alloh akbar o'qigan chaqda, shu chaqda mushad vojib bo'lgan. Bunda desak bo'ldi. Bu vojib muvassa. Usul vojib muvassa deymiz. Vojib muvassa degan qilishga kengri vaqt bergan. 2 soat ba'dg'o biz namozni 5 minut o'qib qo'yishimiz mumkin. Shu 2 soatdan qaysi bir parchada o'qsak bo'ldi. Endi vojib mudayyiq degan vaqt ashunga dal kelgan. Uni ortiq emas. Masalan, Ramazon, roza. Ramazon iyi desak bo'ldi yoki kunduzda ro'zga chaq. Tangni tatib kun paytida shu arliq. Shu arliq to'g'risida ortiq kam ya sal surib qilay. Yerin kichilan kunduzdan yerin unda qilay deganlar. Onun da ixtiyorlik yo'q. İlla ennehu iza lam yusalli hatta daqal vaqtu ta'ayyana dalik mana. Namoz o'qimay eng oxirda namoz vaqti ketdi 10 minut qolibdimi? Shu chaqda o'qimasa bo'ldi, gadinga hozir 10 minutda o'qish lozim. Shu 10 minutda o'qimasa gunohkor bo'ldi. Ammo burunqa 10 minutlarda o'qish gunohkor bo'lmaydi. Mana 10 minutda o'qimay keyingi 10 minut kechikdi, gunohkor bo'ldi. Masalan hozir namozda ba'zi namozda 10 minut, 15 minut, 20 minut o'tkazib o'qimizga masjidlarda. Azan o'qdan tabiiy tushmaydi. Vaqt o'tkazdi. Undan gunohkor bo'lmaymiz. Lekin eng oxirgi 5 minut qolgancha shu chaqda o'qimasak, gunohkor bo'lamiz. Shunda farq bor. Hatta law akharaha anhu athima. Undan kechiktirib qolsa gunohkor bo'lib ketdi. لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. Çünkü Allah Teala muş arlıqda oqunlar dedi. Tamam? Ulan ki yok zat dastlabki 10 minut o'qishing lozim. Uni kechiktirsan gunohkor bo'lsa, yo o'tirib 10 minut o'qishing lozim, kechiktirsan gunohkor bo'lsa demaymiz. Lekin kechiktirib, ani vaqtning namoz o'quvchilik vaqt qolgan chaqda shu chaqda o'qimasa gunohkor bo'ldi. Shu chaqda o'qimasa namoz vaqti chiqdi. Shuna shu chaqda gunohkor bo'ldi dedi. Namozda har doim kechiktirib o'qisa
Günahkar bo'lmaydi. Afzallikdan mahrum qolgan bo'ldi. Lekin kechiktirib o'qibamda. Masalan, hali o'qiyaman dedi. Hali o'qiyaman deb o'qiy degancha bir jiddiychilik bo'lib yoki ishilab o'sada o'qiyolmay qilish ehtimoli bor. Nonki boshda o'qilishadi. Ya'ni afzal deyli, shu puxtaroq ish. Jamoatda o'qish uchun kechiktirib o'qish lozim. Masalan, masjidda hozir namoz o'qilsa, kechiktirmasak, yani 10 minut 15 minut kechiktirmasak, ya shuni kechiktirish endi. Dastlabki vaqt degan Alloh akbar deb shu o'qigan chaqda o'qish. Ammo uni 10 minut kechiktirib nima uchun? Jamoatlar o'qiylar. Jiqraq jamoat to'plansin, tartib ulgusin boshqalar. Undan boshqa bir sabab bo'lsa, kechiktiramiz. Bo'lmasa, mesela qattiq issiqlikka kechiktirmas, peshinma. Tamam? Şu sünnette var o Resulullah abridu biz-zuhr. Fa inna şiddetel harri min fayhi cehennem. Ayında bir sebep olsa kechiktirmas. Lekin sebep bo'lmasa, dastlabki vaqtlarda o'qish. Masalan, biz hozir jamoat, shunama? Allohu akbar deb azon to'ldikmi? Başka çırdan cemaat yok ya ki yığıldıran adam yok biz hammadan tak şunama gerçekten okusak şu özel destek vaxtida namazdan vaqtidan burun to'ldirishi bo'lmaydi. Mesela bomdatda Ramazonda bomdatga bunda burun to'ldirish var. Yani kechilik tahajjud o'qiydiganlar o'qisin deb bunda bir belgem bu. Lekin odatga boshqa namozda namazın vakti kirgandan keyin namazın vakti kirdi, qo'llayang deb uqtirishdan iborat bu. Ya shu bomdatda ishki to'lash va boshqa namozda ishki to'lmaydi. Jumalda ishki to'laydigan qildi. قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. Yani bomdatning vaqti kelayli. Bomdatning vaqti ikkinchi tang etilgan chaqda bo'ladi dedi. Al-fajr al-thani al-mu'tarid. İkinci tang atgan chaqda tang qada yuridi, unda to'g'risi aql qildi. Biz kechida qap-qaramiz ama yani kechida shunda tang yaqinlashgan chaqda unda uzunisi bir aql qildi. Ufqqa qarasanglar, kun chiqish qarasanglar uzunisi aql qildi. 15-20 minut o'tgandan keyin to'g'risi aql paydo bo'ldi. Al-fajr al-thani. Rasmiy tang atgan vaqt. Shu chaqdan boshlab ila tulu' ash-shams, kun chiqqan qadar bomdatning vaqti. Al-fajr fajran, endi al-fajr al-thani dedigo, o'zining shu degan so'zni izohladi. Fajr ikki bo'ldi. Birinchisi saxta fajr. Adam gullaydigan, tang atganda ko'ringan ama tang atmoqlar, kechigi tava bu. Va huvallazi yabdu tulan, bu uzunisi ko'rindi shunda. Summa ta'qubuhu zulmatun. Aqlillam yani qop-qorong bo'lib ketdi. Yani uzunisi bir aqs ko'rinib, yani qorong'ulik bo'lib ketdi. Fala yakhruju bihi vaqtul asha. Demak, shu uzunisi bo'lgan aqliq, yani saxta fajr bo'lgan chaqda tana vaqtda chiqib ketmagan bo'ldi. Yani u tang atdi demaymiz uni. Hisob emas. ولا يحرم الأكل على الصائم. Ro'zdag'imi suhurlik yeyish cheklanmaydi. Shu joyda suhurlik yevas bo'ldi. İkinci fajr sodiq. وهو البياض المعترض في الأفق. Ufqda to'g'risqa suzilgan aqlaq. Mushanda haqiqiy shu tang atdi degan geysa. Fayahrumu bihi as-suhur. Mushu bilan suhurlik yeyishmi harom bo'lib ketdi. Yani ro'zni boshlash lozim shundan. ويدخل به وقت الفجر. بمدرنا وقت من كردو. قال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. بلالның aziniga gululab ketmanglar. Uzunus kelgan tang'imi gulunmanglar. Uning oldidan ketmanglar degandek, ha. Walakin al-fajr al-mustatir. Lekin siz hisob qildinglar, shu to'g'risqa so'zilgan tang deydi. To'g'risqa ko'ringan axloq shu hisob deydi. İkisinin aralıqda 12 minut 15 minut aralıqda. Birinci uzun üstü yürüyüş bilen, ikinci to'g'risi yürüyüşün aralıqda 12 minut 15 minut var.
Yok fazla ondan da tutanın vakti çekmem oldu. Çekmeyen oldu. Keşke tava. İkinci kıtım doğrusu oldu çekmem. Ha, ikinci doğru sorulan çağda bombadan vakit girdi. Hiç çekten de deymiz. O vakti acayip bu. Acayip de. Ha şu İbn Ummu Maktum ajda to'g'risqa aq ko'ringan chaqda İbn Ummu Maktum ama kishiydi o. Ha. Bilal radhiyallohu anhu bu tahajjud o'qiydiganligi qilib o'qivason. Sulusul laylil akhir oldu o. Alloh taolo tushib, ha, duo qilganlar bormi, istig'for aytganlar bormi, mag'firat qilay degan chaq bo'lgan ekan. Kishilarni shu tahajjudga qilib zo'liq yeganlar, zo'liq yevason, zo'liq yeganlar darhol ham tayyorlik qilsin deyish uchun burroq aytdi. İbn Ummu Maktum amak shu o'g'ashqa bu o'zgarmagan ekan taqatqindan. Boshqalar tong etib ketdi, endi azon to'la degan chaqda undan aytdi. Undan keyin siz shu İbn Ummu Maktumning nimasini hisob qilinglar degan Rasululloh. Kaşı Bilal hem de onundan ilgirim okutti. Yani o uzunusqa aqs ko'ranganlar emas, onundan bakrak burun. Mesela 5-20 o'tgan chaqda tang atadi desak hozir masalan. Bu 5dan 5 o'tgan chaqda uzunusqa aqs bo'lishi mumkin. Lekin Bilal 2.5 azam bo'lishi mumkin. Mesela ba'zida chiqishning o'ttirda manchak vaqt vaqtda tapago mancha oyat o'qiganchilik vaqt vaqti degandek mo'ljallangan bu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا نمازنا دستك وقت ولده آخر وقت ولده وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر بمدتنا دستك وقت تن أتقن شاغ الفجر الصادق دمشق إنشاء وآخر وقتها حين تطلع الشمس آخر وقت كن çıqqan çağ. Yana آخر وقتini ko'rsatgan boshqa hadislar bor. Men adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adrakaha degandek. Lekin bu hozir mushadis bamdaqning dastlabki vaqti bilan oxir vaqtini bayon qilyapti. İkinci vakti deganda shu o'qisi do'stlar. Sakkinchi vaqtda oxiri bo'ldi. Ketdi. İkinci vaqti qolmadi. Tushqotgan chaqda namoz o'qish bo'lmaydi, cheklangan. İkinci vaqti Hatto tatloshdan chiqqanga qadar, chiqishga boshlagan qadar. Shunda boshlagandan keyin ham ketdi. İkinci vaqtdan Ko'tarilayotgan chaq desak, nezbu ko'tarilganga qadar. Bu namoz o'qigan chaqlar cheklanganida chiqishi mumkin. 3 vaqt yoki 5 vaqt cheklangandir. Oldin vaqtlar ya, keyin vaqtlarga chiqma olganlar deyilgan. Nima bajaradi bu kun vaqtida ash vaqtdan ham sardo bo'ldi. Ash vaqtning ichida bir yerda o'qish farz. Hammani banda o'qib o'tkazilmaydi. Nima? Dastlabda o'qimagan chaqda edi, keyingi o'rnida o'qiy desa, gunohkor bo'lmaydi. Shuning ichida mesela yarım saat desek, yarım saatin ichida qaysi vaqtda o'qisang bo'ldi. قال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مثليه سوى فيء الزوال. عند فيشن وقته. فيشن وقته من زوال الشمس. كنت تكلاشكن چغدا، كنت تكلاشكن وقتنا قام قائم الظهيرة. Bunda تكلاشكن. تكلاشكندن keyin shunda qarilishga boshlasa, pisishga boshlasa zavol bo'ldi. Zavol degan o'sha mayl bo'ldi degan. Zala an kabidis sama. Aslında o'ttirdim va unda qayrildi degan. Demak, zavol shams degan quyosh tiklashib, unda bir tarafga qayrilgan chaqdan tortib boshlanib, peshinning vaqti qachongacha davomlashadi desa, har qanday bir narsaning soyasi 2 hassa so'zilgan qadar, 2 hassa tushganga qadar siva fay'iz zavol. Fay'iz zavoldan boshqa 2 hassa. Fay'iz zavol degan nima? Fay degan bu qaysini ko'rsatadi. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Yani rajao degan. Shuni al-fay deymiz. Mushriklardan, mujohidlarning, musulmonlarning qo'lga qaytib kelgan mol-mulkni urushsiz kelsa fay deymiz. Uni qaytib kelgan pulim. Fay'iz zavol. Fay'iz zavol Hanfi mazhabida, masalan, Shafiy mazhabida babu.
Bana manda tushundirmadim. Masalan, ziminga bir xadi tikildik. Zaman dasga qaraman. Ziminga xadi tikildik. Hani kun mashriqdan da chiqmagan keldi-ku, da keldi. O'sha niyay say shutdimi? Mag'rib tarafga. Xadining kun tetish tarafiga say shutdimi yani. Zaman mishaga xadining dan usti kelgan chaqda ekvator siziqidagi do'lab qolsa say faqat tushmaydi. Hamda tursanglar ya onga so'ga say tushmaydi. Bunda qarasanglar say yo'q. O'sha çok sıkılan kıldı insan. Bunda kelganki ekvator siziqida kelmadi. Ammo sal janub ya shimol tarafida cho'q. Bunda say tushdi. Mesela bu şu tayaqninki bu xadini tikildiqqa 1 metrlik xada desek, bunu tikilsek, bu atrofiga 2 santa, 1 santa deylardi. 1 santa say tushdi. Yani bu say mesela kuntash tarafida 1 santa say tushdi deymiz. Çünkü kun shunda qayrilsa ya kelsa zali shams deymiz. Kun qiysaydi. Yana saysal avuş başlayış. Naman miya kelsa birinchisi miya keldi. Naman miya kelib qolsa kelsa olib 2 metr. Demak, vaqtdan 1 metr desak, 1 metr o'tgandan keyin 1 metr. 1 metr o'tgandan keyin 2 metr say tushdi. Endi 2 metr 1 metrni hisoblashda biz tiklashgan chog'da tushgan sayni qetib hisoblandik, qatmay hisoblandik. Mesela 1 santa desek 101 santa olgan chog'da misli bo'ldi deymiz. 1 santni chiqarib. 2 metr 1 santa olgan chog'da 1 santni chiqarib misli bo'ldi deymiz. Tushundingiz? Siva fayza degan 1 santni hisoblamay, tiklashgan chog'da asl basayni hisoblamay, undan boshqasini hisoblaysiz. Xadining apchoristiki basayni hisoblamaysiz. Yani bu işkili qarashga asosan, ishki qarashning birisini bayon qildi hozir. Mislaydi. Bu da misl deb chiqdi. Ishkili qarashni qilsak, shu faiz zavolni hisoblamaymiz. Misli, yani mislayn degan ishni hisoblashda, 1 santdan ortiq 1 hassa ya 2 hassa deb ondan hisoblaymiz. Bu odamda mislayh degan mush qarash, bayon qilingan qarash, Hanifi mazhabida hisoblab qaragan qarash shu. İmam Ebu Hanife'nin karışı. Anva şerhi karşısınlar ve la hilafe fi evvel vakt. Zeval-i şemsinin tartı başında bize bunda hiçbir tartış yok. Yani bir mezhepte olsun, başkılda olsun. Gün kıysayganının tartılan peşine vakti kirdi. Çünkü hadiste iniq divetken bu olacak. Vaktalafu fi ahiri. Ahirki vakti kaçan, peşine vakti kaçan çıktı da degende ihtilaflaştı. Vaktalafu yani dışarıda hazır. İmam Ebu Hanife ve onun şagirdleri ihtilaflaştı. فَالْمَذْكُرُ قَوْلَ أَبِي Hanife. Şu kitapta bayan kıyılan mislayn diyen yukarı bayan Ebu Hanife'nin sözü, karışı. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ Muhammed اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ. Sayısı bir hisse olsa, feyizde aldım başka, peşimden vakti şu çağda çıktı doğru. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة مش قرشنا حسن بن زياد مو أبو حنيفة رواية بكين لكن عند peşimden vakti kaçan çıktı da kaçan tügeydi diyen meselede zahir rivayede çıkanlardı mükemmel. İmam Muhammed'den asıl diyen kitabında kâgine esrinin vakti adamın sayısı işkesi boğan çağda esrinin vakti kirdi diyen bayan var. Lekin peşinin vakti anda çağda çıktı diyen gep yok. Şunundan hem de şu say işkesi boğan çağda peşinin vakti çıktı diyen dep manda düşünüş mümkün. Lekin onda eniq onda bayan qilmagan. Vaqt bor, belki. Bak ulamalı bor debdi. Hozir chiqdi. İşkesi boğan çağda esrinin vakti kirdi degandan keyin shu chaqda peşinin vakti çıktı demakchi o'xshaydi deb Abu Hanife'nin qarshi shunda keldi. Yani zahir rivayet emirkenmedi. Lekin şunda oldu. Sahibenin karışına İmam Tahavi tanıgan. Yani üçüncü bir karış var. El-Mualla Ebu Yusuf'tan rivayet kıldı. Ebu Hanife'de rivayet kıldı. Bu üçüncü karışını İmam Kerhi tanıgan. Bu karışındaydı.
ikkisidan azroq bo'lgan chaqda peshinning vaqti chiqdi, asrning vaqti kirmaydi. Asrning vaqti ikkisi bo'lgan chaqda kirdi. Masalan 1 metrlik hadining sadece 1 metr 80 bo'lgan chaqda peshinning vaqti ketdi. 2 metr bo'lgan chaqda asrdan kirdi. 1 metr 80 bilan 2 metr araligi 20 santim. Shu araliqda undan hech qanday namozga tava emas bir beka vaqt bor. Va zakara fil muntaqa degan kitobda biz Hakim ash-Shahidning kutubi g'ayri zohir rivoyani to'plagan, shuni tanlab yoki ixtisor qilgan kitobi dedik. Lekin zohir rivoyani ixtisor qilgani al-Kafi. Mushtabda rivoyat Asad an Abi Hanifa. Demak, rivoyat Asad an Abi Hanifa hozir nima? Rivoya an-Nawadir yoki g'ayri zohir rivoya. Asad ibn Amr al-Bajali İmam Abu Hanifa'nın şagirdi Bağdat'ta qazi olgan. Bu şagirdi Abu Hanifa'dan bunda rivayet tuttu. Ennehu idâ sâret zillu mislehu kharaca vaktu zuhr. Birisi olgan çağda peşin vakti ketdi. Ve la yedkhulu vaktul asri hatta yasira mislehi. İşkesi olgan kadar esirine vakti kirmeydi. Feyekunu beynama vaktun muhmal. Oturdu taşlim qalgan say birisi 3 kişilik bir vakti var demek. Endi hozir dalillar yetkazaydi. Iqtarash var. Abu Hanifa'nın peshinning oxirgi vaqti say ikkasi tushganga qadar bo'ldi. Ikkasi shunda tushganidan nima chiqadi dedi. Nima? Sohiban birisi say tushgancha peshin vaqti chiqadi. Sohibanning qarashini Shafiy tutgan. Yani İmam Shafiy, İmam Muhammadning shogirdiga ustozining qarashini tutgan. Ustoz deyiladi. Müşkarasına İmam Şafii tutkan. Endi deliller kilayla. Bu hozir Hanifi mazhabından sizga ixtilof emas. Hanifi mazhabından sizga ixtilof va boshqa ulamolarga sahobaning qarashini tutgan ekan ikki taraf bo'ldi. Lahuma lis-sahibayn uning bilan billa shu İmam Şafii boshqalar bor. إمامة جبريل عليه السلام وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت. جبريل ما كابنن قشر إشكتم إمام بوغان كندا أشو إسراء معراج بوغان إسن آتسي ديده 5 vaqt namoz farz qilindi. Undan ilgari 2 vaqt namoz o'qiydi. 5 vaqt namoz farz qilingandan keyin Jibril alayhisalom tushib Rasulullohga imom bo'lib Ka'baning oldida imom bo'lib buguni 5 vaqt namozni bir o'qib berib, ertasi 5 vaqt namozni bir o'qib berib, namozdan vaqtdan nimishaycha deb ko'rsatib qo'ygan. Shu hadisni demoqchi. Ka'baning oldida ma 2 qatim Jibril imom bo'lgan. Fasalla bi'z-zuhra fil yawm al-awwal. Imom bo'lib, birinchi kuni peshinni hina zalat shams. Kun qayrilgan chaqda o'qidi. Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Asrni sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Wa salla biya fil yawm ath-thani adh-dhuhra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Ikkinchi kunda peshinni her narsaning sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Ya'ni bu hozir birasi bo'lgan chaqda o'qidi degan gap tunigan asr o'qigan chaqda o'qidi. Diqqat qilsam. O'xshashim, ha? Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlihi. Asrni say ikkisi bo'lgan chaqda o'qidi. Wa qala ma bayna hadayn al-waqtayn waqtun laka wa li ummatik. Mush ikki vaqt ikkisi o'xshash bir vaqt bo'lgan bo'lsa, masalan, peshinni kun qilsaganda o'xshashim. Başlangıç o'xshash. Tugash vaqti ikkinchi kunda o'qigan, suzabroq kechiktirib o'qigan vaqt shu ikki arliq namozning vaqtimiz. Peshinning arliqma arliq, asrning arliqma arliq deb belgilab berdi. Bu sahibanning yoki jumhurning qarishining dalili. Yani bu qanday dalil bo'ldi jumhurga? Birinci kuni asrni say birasi bo'lgancha o'qishmi? Bu başlanışı asrning vaqtining başlanışı ekan. Ikkinchi kuni ikkisi bo'lgancha o'qima. Birasi bilan ikkisi bo'lash arliqa ham shu asrning vaqti ekan deb tushundim. Bunda olgan ekan, ay birasi bo'lgancha peshinning oxirgi vaqti bo'lishi kerak. Oxirgi vaqt bo'lishi kerak deb. Hozir bunning dalil qilish usuli shu. Bu birinchisi. Ikkinchisi
ikkinchi kunda vaqtning oxir chekini ko'rsatib qo'yish uchun o'qigan edi. Shunda turug'liq peshimni mislanga kechiktirdi. Abu Hanifa mislanga qadar duo. Birinchi kuni dastlabki vaqtini, ikkinchi kuni oxirgi vaqtini bekitgan. Ikkinchi kuni oxirgi vaqtida peshimni kechsa, soat 3ga qadar kechiktirdimi? Yo'q. Unda ekan peshimning oxirgi vaqti soat 1 bo'lgan qadar ekan deymiz. İki tarafdan dalil keltirdi müşahhis. Endi Abu Hanifa rahmetullohi alayhi bunun dalili tabii jallı qilmoq. Gerçi yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, shogirdlarim tashlab etdi. Ha? Yolg'iz qoldi. Lekin ba'zi yolg'iz qolgan chaqda Abu Hanifaning dalili kuchli bo'ldi. Chunki dalil kuchli qolgan ekan, yolg'iz qolsa-mu sabab bilan turgan. Ma'lumotdan Hakikaten kişinin şu hemen sayısı biraz doğan dokunduğundan Allah kimse esirme falan o vakit şu vakit. Del şu. Hazır şu. Bu Hanife'mde ustazı del bir şey kesildi. Bir vakit ki namazı tam da vakit bulmaydı. Hadi totama. Bu Hanife'nin delili bir karap bakayla. Veli Ebi Hanife rahimahullah kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ebridu bil zuhri. فإن شدة الحر من فيح جهنم أبو حنيفة بريز دليله bu sayedis peşimne hava salqındıgan okunlar bu yaz vaxtida kış vaxtida emas yaz vaxtida tazı ısıq bolgan çağılda peşimne tazı ısıqda aptatdı manıp kelip bolgan çağ emas sal hava salqındıganda saat 3'ga vaxtda tamның qaşılda saydan keldigan hava sal söylendigan çağda okunlar çünkü ısıqning qattiq bo'lishi jahannamning tartidan lap qilib turgan shu ısıqni deymiz-ku. Wala ibrada qabla an yasira dhillu mithlihi. Saya ikkisi bo'lgan qadar saqilsaq andin dedi ibrad havo salqindash degan gap vujud chiqadi. Bo'lmasa havo salqindamaydi dedi. Lianna shiddatul harri qablahu. Çünkü ikki soat tushdan burun qattiq issiq bo'lgan chaq shu. Xususan fil Hijaz va shu Saudiya Arabistonda Hijaz, Makka, Madina shu joylarda shuna qattiq bo'ldi. Bu birinchi dalil. Va kaza oxir hadis al-imama hujjatullah. Endi siz dalil qilgan hadisni ma'qul. Ashuni bir qaraylar qana. Bizga dalil bor shundimi? Ash hadisni asay tamam. Saylikda ma'qul keldi. Endi bizga dalil debdi sahiban Abu Hanifa yo'q. Mana dalil var bununda. Buni qarshima dedi. Lianna imamatahu az-zuhra hina sara zillu mithlahu. Mana peshimni bir hassa sa'ishgan chaqda imom bo'lib o'qib berishi nimaning dalili? Dalil ala annahu vaqtu az-zuhri. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Nima? La vaqtul asr. Bu asrning vaqti emas ekan. Peshim o'qsaq bo'ldi ekan shu chaqda. Peshimning vaqti ekan deb tushundik. Birinchi kunda shu chaqda asr o'qigan. Bu yerda birinchi kunda ikkinchi kunning bir o'zi zikr qildim. Va huwa mahallul xilaf degan mishada misl bo'lgan chaqda biz hozir ixtilof qilib qoldik-ku. Bu hozir peshimning oxirgi vaqtimi emasmi degan ixtilof qoldi. Va idza waqa ta'arud, unda ta'arud kelib qolgan ekan, peshimning vaqtimi bu misl bo'lgan chaq asrning vaqtimi deb ta'arud kelib qolgan ekan, fi xurujihi la yaqul bishak. Asla yaqinan, masalan peshim bo'lgan chaqda peshimning vaqti yaqinan kirdi-ku, biz bildik. Bil ittifoqim peshimning vaqtimi shu. Shunda say olib o'qiltiribdi. Bu qachon chiqdi shu yaqin vaqt qachon chiqdi? Yaqin bir isbotlanish chiqdi. Shaklanish ketma. Lekin hozir biz chiqdi deb shuni qilib qoldik. Nima yaqin isbotlangan narsa shaklanish ketma. Xuddi biz tartag'adan keskin tartaldi-ku. Yel chiqdi, unda deb shaklanib qolsa tarsinmaydi. Shunga o'xshash dedi. Endi Abu Hanifa'ning birinchisi abridu bil-zuhr degan hadis nima? İkinci hadis aş İmam-ı Cibril. Aşın dalil keltirdi. Yana İmam Abu Hanifa Sahih Buxoriyga bir hadisni dalil keltirgan. Bu hadis ijaraga munosabat bo'lsin, adam yollab ishlatishga munosabat bo'lsa-mu, shundan vaqtning miqdorini chiqargan Abu Hanifa.
sizlar bilan ilgirki kitap berilgan Yahud Nasaralarning vaqtining misoli bir yollanib ishlagan kishiga o'xshaydi. Endi kechgacha qasinglar bir qirat ishlab bersizlar desa, Yahudiylar ma ishlaydi deb boshladi, tamam? Endi peshingacha ishlab ular tushgacha. Bularni o'sha to'xtab qolay, ma ishlaganlar qilasiz. Bir qirat berildi. Ondan xristianlik keldi. Kunning qapqog'isini qasinglar ishlab, mana shuni ishlaysizlar, biz ishlaylik dedi. Shundan peshindan asrga ishlab bo'lmay, bo'ldi mana o'sha to'xtab qolay, ishlaganimga pullasizlar. Unga bir qirat berildimi? Undan keyin samimiyat keldi. Ondan keyin kechgacha qasinglar mana ishlaydi deb, ishildi. Bizga ikki qirat berildi. Ikkisini bo'lishi mumkin. Qirat berilgan ekan, Yahud Nasara o'qitib qo'yibdi. Bu bizdan oz ishlab, bizdan jiqishaq qoldi bular. Nishqo'lig'imda jiqishaq qildilar deb o'qitib qo'ygan ekan. Zalika fadli utiman nasha. Buni fazlam hali olganda bir o'taman. Sen e'tiroz qilish haqqing yo'q dedi. Yani mishadiki hadis Abu Hanifa'nın qarshi qaysi tarafdan dalil bo'ldi? Yani bu hadisda asrning vaqti peshinning vaqtidan qisqa degan mazmun chiqdi deydi. Asrning vaqti peshinninkidan qisqa degan gap chiqdi. Abu Hanifa'ning namoz vaqtini bekitishga shu qarishi bo'yicha tushunsak, bunda to'g'ri chiqdi. Bo'lmasa unda chiqmaydi. Nonkan asrning vaqti peshinninkidan qisqa ekan deb muayyanlashtirdi o'qiydi. Asr bilan namozshamning oraliqi kunduzning 1/4 keldi. Endi desak hamda say masalasini o'qisak, mislayndan keyin desak aniq qisqa. Misl desak, bu asr bilan sham oraliqi peshin bilan asrning oraliqidan jiq chiqdi. Bu bunda bir dalil keltirishimdi. Yani Abu Hanifa yani bir tarafdan onda deyishi mumkin. İmam-ı Cibril hadisi bu aşı namaz dastlab farz bo'lgan chaqda Mekkada bo'lgan. Keyin Bilal azan to'lab Madinada Alloh o'tdi. Keyin bu mansub qilinib ketgan. Abu Hanifaning yanılmış. Cibrilning o'qigan u vaqt bilganisi mansub qilib ketgan. Yani mushu nuqtada mansub qilib ketgan bo'ladimi? Boshqa nuqtada aslida qolgan bo'lsa-mi? Nima uchun desa, çünkü başka seyyidizlerde men adraka rak'atan min al-asri qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Keldi-mi shunama? Mushu mazmunda seyyidizlar tabii ko'p. Bunda asli bo'lgan ekan, hamda Jibril imom bo'lgan chaqda ikkinchi kun namozning oxir chekini bayon qilgan dedingiz. Ikkinchi kunda mislayinda o'qipadimi asrni? Unda ekan hozir Misleyinde asrni ketdi. Endi asr o'qish bo'lmaydi undan keyin. Kun patgan qadar asrni o'qisangiz vaqtda o'qimagan bo'lsangiz degan gap chiqdi mana. Ularga men zikr qildimmi? Bu zikr qilishni chiqish yo'li bormi? Yo'q. Kun patgan qadar bir rakat o'qiysiz, ikki rakat o'qiysiz, albatta hisob. Misleyindan keyinmi? Hisob degan bo'ldi. Undan keyin zikr qilgan ekan, Mekkada dastlab namoz Isro Mi'raj kechasi namoz farz bo'lib, islam imom bo'lib qolgan chaqda mislayda bekitgan. Keyin undan ma'lum tag'ribush shams hatta tag'ribush shams degan hadisga asosan kun patgan qadar vaqt so'zilgan. Hemen shuni olma demoqchi bu. Mesela İmam Malik'nin sal gayri bir karışı var. Bu tefsirlerini okuşun, size Bidayet-i Müstehid'ini okusanlar. Eşari kıl karışlar, şunu çıkıldı. Efendimizin imamdın malı, birinci günü Cübreyl'in imam boğaz kuruşu, eserini şu bir misli olarak okudu dikeninde taşı nasıl kullanıp ketken de başına da cevap verenler. Misli olan çağda mesut olup ketken. Ahir vaqtida mislen deganmi ummas qo'yib ketgan. Hozir ahir vaqtda g'urub shamsida. Endi destak vaqt shu mislen. Mislenni boshlab g'urub shamsida deymiz dedi. Nima uchun masx qo'yib ketgan desa, masalan bayatdan biz
degan sayediz. İkincisi İmamati Cibril'da ikinci günde esirni birinci günde peşin o'qigan chaqda o'qidi. Shunami? Endi hammaylar ittifoq. Bir vaqt tang ikki namozning vaqti bo'lalamda. Mesela misli bo'lgan chaq hem peşinning vaqti hem asrning vaqti bo'lalamda. Bo'lmaydi. Hech bo'lmasa endi shu hozir ixtilofli ishqa Abu Hanifa, Muhammad Shafiyning qarashi shunda Imom Malik deyishi mumkin. Shunda kelib misli bo'lgan chaq soat 2 deydi mesela. 2 desek 2-5 minut qolgan chaqda mush 5 minut peşinning vaqti, asrning vaqti deyish mumkin. Bu bidayat nuqsonun undagi chiqishi. Bu yerda Imom Malik bo'lmagan ekan biz hozir hammaylar bir vaqt ikki namoz vaqt bo'lmaydi deydigan bo'lgan ekan biz hamma ittifoq misli bo'lgan chaq ham peshinning vaqti bo'lib ham asrning vaqti bo'lib qoldimi sizning dil qilganingizga asosan desa bo'ldi. Bu nima deydi bo'lsa yo'q buni ta'vil qilib birisida boshlagan vaqt debdi mavi nima qilgan vaqtida bunda deb baqir ben keyingi ilişkini de paylaşmışlar. Asrning vaqti ya keyingi hadisga asosan ular yo'q avo mislang deganima shu chaqada toza shu ubda vaqti afzal va noit ubda vaqti mislangdan tortib kun sarg'ayib masalan patay deb qolgan qadar bu makruh vaqti lekin shu vaqti deb bunda ikkisini jamlab qo'ygan lekin endi bu masalada Imom Abu Hanifaning qarashi dil jihatdan da kuchli unda demasakmi lekin ma biz tarafda olib olsak eng put qarash shu. Nima uchun? Imom Abu Hanifa asr o'qisang bo'ldi degan chaq boshqa nima asr o'qisa bo'ldi degan chaq shu. Masalan mislayn bo'lgan chaqda asr o'qidikmi? Boshqa nima? Shu vaqtda dam vaqtida o'qillar deydi. Lekin alning misli bo'lgan chaqda o'qishni Abu Hanifa vaqt shuni taqir deydi. Demak avu muxtalafun fi va muttafaqun alayhi. Bundan keyin mislay bo'lgan chaqda hammadan vayna hammamiz dil vaqti o'qildi mana deydi. Bu tarafdan bu xotirjam qarash. Ijma'an joiz bo'lgan vaqt. Vaqtda Imom Abu Hanifaga mazhab etgan faqat shu o'rtadagi misligan vaqt mazhab etgan. Misli degan vaqt munosib ketib, hozir peshinning kun shuna qayrilishdan tortib mislayga qadar peshinning vaqti degan. Endi o'ttirda deb qolsak, masalan, o'ttirda bir vaqtlar deb qolsak, bu masalan Bamdod bilan peshin oraliqni endi bir vaqt bor. Masalan, kun chiqqan qadar Bamdodning vaqti. Endi kun neyz bo'yi ko'tarilgan qadar namoz o'qish cheklangan vaqt. Neyz bo'yi ko'tarilgandan keyin chashka o'qsak bo'ladi masalan. Eid namoz o'qiymiz, shunda o'qiganmi, lekin bu araliq peshin qadar o farz zunda namozning vaqti emas. Shu o'xshashanda bir taslim qilgan vaqt bor. Mishaaj bo'lsin subhanallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk. Tamam, darsning davomi va kitobning o'qigan darslaridan beshidan iborat o'qitaman. Ruxsat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab salat. As-salatu fi waqti ad-du'a. قال الله تعالى وصلي عليهم أي ادعو عليهم ادعو لهم وقال عليه الصلاة والسلام وصلت عليكم الملائكة أي دعت لكم وقال الأعشى فصلى على دمها وابتسم أي دعا ففي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط مخصوصة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة وهي فريدة محكمة يكفر جاهدها ولا يسع تركها ثبتت فرديتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب كقوله تعالى Baktık kafalarında roundla ilgili. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر. Peşimnin vakti çıkarsa asrning vaqti kirdi deydi. Alal ixtilof degani bir qarashda soy birasi bo'lsa dedi. Ya'ni bir qarashda soy ikkisi bo'lsa dedi. Shu ikkili qarashni ayrim hisoblsak, ikkili qarashda peşimning vaqtisida chiqayotgandikilam asrning vaqti kirdi deydi. Wa akhiru vaqtiha ma lam taghrib ash-shams. Asrning oxirgi vaqti kun patqanga qadar. Yani kun patmaganlan bo'lsa asrning vaqti, patqandan keyin asrning vaqti ketdi. Ma'lum tag'rubish shams. O'shada quyosh to'liq bitishi, quyoshning to'qishi to'liq patsa demakchi. Mesela bundan zuqu tunagan. Bundan basam kun azroq chiqqan bo'lsa namoz o'qisa bo'lmaydi zuqu. Ma'noda kunning yarimi shunda patqan bo'lsa-mu, yerim dair qolgan bo'lsa-mu, sapsiraq asrning vaqti bor demakchi. To'liq bitib bo'lsa, unda asrning vaqti chiqdi demakchi. لقوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله. Kun ketib ketganga qadar asr o'qiyanmay qo'ldan birib qo'ygan kishi xuddi oil tavobati, ya'ni balchaqlari, xotin balchaqlari va butun mol mulkidan ayirib etilgan kishiga o'xshaydi dedi. Vetir degan taq degan ma'noda, vutira degan aslida yolg'iz qoldirilgan. Balchaqlarim yo'q, uning mol mulkim yo'q, yolg'izlam qolib qolgan degan. Qur'on Karimda "Valan yatirakum a'malakum." Yani sizin amellaringizni kemayib o'tmaydi degan ma'no. Yani aşında bir çoğun fazilatdan mahrum kaldı. Balçaklardan, mal mülküden ayrılıp kalsa kançak ziyan tartıştı. Ziyanın en ağır buldu denge. Yani ki esir koldan kesip kalsa şunda ağır ziyan buldu demekçi. Ne için? Ne için esirde şunu dedi mesela, ya peşimde ya ki Şam'da dedi. Yani esir doğruluk Allah'ın faziletini takipleyen hadisler var. Esirne bazı ulamalar as-salatul usta deb qaraydi. Hafizu alas-salavati was-salatul usta ve qumu lillahi qanitin. Salatul usta esir degan qarash var. Was-salatul usta deb alayda ta'kidlab qo'yishi buning fazilatini ko'rsatdi deydi. Yani bir rivayette men taraka salatul asri faqad habita amalu. Esir namazını o'qimay tashlatib qolsa, amallari bekor bo'lib ketadi. Sayyidis biz hazır Seyyid İslam tutmamatımız. Ya acizrak, ya bekrek aciz yanın ekenmeyiz. Eğer ma kitapta aciz hadis kep kasımı bu aciz. Lakin bunun ornuğa ma Seyyid İslam. Ya ki yok bu aciz olan iken bunun ağan karaş, ya muşun asaslanan karaş aciz da tanqlap koyamamız. Yani niçin aşında muhim mesela periştiler öyle iş durduğun. Periştiler bamdat namazı bilen asr namazda ismini almışydı. Şunda o, nöbet almışydı. Mesela bamdat tushganlar asrda chiqdi bo'lgan. Yani yana kirganlar shu asrda jamiz. Asrni birga o'qiydi bular. Nöbet almashgan farishtalar birga o'qiydi. Asrda chiqayotgandan keyin Alloh taolo bandaning ahvolini o'zi obdan bildigan turg'liq farishtalarni so'raydi. Bandalarimni qanday ahvolda qo'yib chiqqanlar desa, ular biz tushgan vaqtimizdami bamdatda shu jamoat bilan namoz o'qiyotgan keyin hozir biz qaytishimizdami shu jamoat namoz o'qib endi qilib qoldi deydi. Endi nima uchun shu farishtalardan endi so'rab baqadi Alloh taolo? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Biz bunda seni ulug'lab, madillab ibodat turgan tursak, qan to'kadigan, buzg'unchilik qilgan yaratamlar degan bo'lg'achqa alg'a ko'rdingmi? Ashunda namoz o'qiydi bo'lmamana. Deb ataytinimda so'rab qo'yg'ini balki vallohu alam shundan bo'lsa kerak.
Bir hadiste dediği bir cemaat oturup Allah Teala'nın tesbih etip, uluğlap, zikir kılıp tutarsa, uluğa başka bir sülen köreşkilik eğen başkılımı oturup kalıdı. Yani periştiler bile zürünüm kılıp, kin Allah Teala'nın zürü çıkan çağda Allah Teala sorayım. Benden nümiş kılıdı deyince, sizine uluğlaydı, tesbih etdi, istiğfar etminde kaldı. Lekin bunun arasında bu masad kemgen başka bir isim vardı. Bizden köreşkilik eğen, bir isim bizirgilik eğen dese, aşağıdan billah, mağfiret kılıtanlar, humul kavmu la eşka celisuhum. Şu çağda Allah Teala enda sorup bakkan. Yani aşağıdan bir, bununla hikmetullah yaratkan man. Bunun ismi hoşunda. Yaman yolda mağalaydıgan turuqluq, ibadet kıldıqlar var, degen man. Yani bir hadiste men adraka secdeten min salatil asr qabla an taghruba ash-shamsu kal yutimma salatahu deb kelgan. Asr namozinin bir secde qilib olsa, kun petishdan burun namozni davomlashtirsin. Bir secde deganda shu bir rakat maqsadida. Bundan ekan asrning vaqti kunning to'qichi to'liq petib bo'lgan chog'da asr vaqti ketdi degan. مش هذا من فاتت العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وما له دجن مش هذا جعلها فائتة بالغروب كنن فتشلن وقتنا تشكتدغان قلده فدل أنه آخر وقتها شندا بوغاشقا bu hadis aş kun petishning o'zini oxirgi vaqt qildi. Kun patgandan keyin vaqt ketdi degan ma'noda. Keşif anlattı, tişkiler, esnaf anlattı, bunlarda ihtilaf var diyen yapılmıyor da tipsizde. Şu, alal ihtilaf degan, yuqorqi ixtilofni ko'z tutsaqmi, ikkili qarashda har biraylan hozir ham peshma vaqt ketdi desa, ketdi degan chog'da asl vaqt kirdi deydi. Lekin turli vaqtlarda bu Yusuf rahimahulloh muallif rahimahulloh ikkisi özünün sayesinde tam o vaxtda pişin vaxt çıxdı. Yani ikkisi olğanda pişin vaxt çıxdı. Arlıqda bir vaxt olmaqlar var. Yo'q, Abu Yusuf Muhammad demide İmam Abu Hanifa'dan kelgan bir qarashda deyildi. Birasi olgan chaqda sahabening nazari, birasi olgan chaqda pişin vaxt chiqdi deydi. Shu chaqda asl vaxt kiramda kirdi deydi. Bunun tugdimi? Abu Hanifa ikkisi olgan chaqda pişin vaxt chiqdi deydi. Shu chaqda asl vaxt kirdi deydi. Kayıtlara karşı işaretli şu aralıkta boş vakit yok dedi parayı. Boş vakit yok. Boş vakit var diyen karaş İmam Ebu Hanife'nin aciz rivayetlerinden kelgen karaş. Ve idâ gâbeti'ş-şemsu dakhala vaktul maghrib. Yani kun pattiş ama xuddi peshima vaqti ketgandek asrni vaqt kirgandek asrni vaqt shunda chiqdi shulan shamni vaqt kirdi. G'obat-ish-shams degani kun to'liq petib bo'lganda degan gap. Yani g'obat-ish-shamsu بالكلية لرواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس. تسقط الشمس يمش كن التغندا دين ماندا كن بتقندا كن بتقندا شامنن دسلك وقت دور dedi. ولا خلاف فيه شامنن دسلك وقت اختلاف yok. Peşimnin vaxtida دسلك وقت اختلاف bulmagandı. وآخره ما لم يغب الشفق. Şam'ın ahirki vakti şafak gayb boğuça. Şu gayb boğuça desek. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem vaktul magribi ma lem yagib şafak. Şafak gayb boğuça Şam'ın vakti. Şafak şunda gayb olsa Şam'ın vakti çıktı o diyen boğuça. Ama hadiste şafak da batıdı. Bu şafakın maksat nima zade? Ne olur tlapqa. Birinci qarashda eş-şafak el-bayadu allazi yabqa ba'da al-humra. Kun pattish nima? Shunda patgandan keyin ufqqa qarasak, kun petish qarasak, kun petib bo'lgancha shunda qizg'ish turdi. Qizg'ish bo'lgandan keyin, u qizg'ishni yo'q qilgandan keyin bunda bir aqliq paydo bo'ldi. Bir yo'riqlikning nimasi? Ash aqliq shafaqdir birinchi qarash. İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhi'nin qarashi. Ve qala wal-humra şagirte şafaq degan qizillikni deymiz. Aqliq emas. Ve huwa rivayetu Asad an Abi Hanife. Musahibeynning qarashi İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhi'den şagirte Asad ibn Amr rivayet qilgan qarash, yani bu rivayet-i navadir, yani gayri zahir rivayet.
Kedalike nuqila anil Halil ibn Ahmad al-Farahidi degan tilshunos olimdan shundoq naql qilingan. Yani shafaq degan shu qizillik. Biz Uyg'urchada shafaqni shu qizillik deymiz-ku. Wa an ibn Umar radhiyallohu anhuma kedalik. Musabidimmi shundoq rivoyat kelgan. Shafaq degan qizillikdir. وقال هو الحمرة تثنية مثنى وقال يعني الصاحبان undavon ekan yana azar qara ish qilib oldi shunami kun patgandan keyin qizillik bo'ldi qizillikdan keyin oq bo'ldimi qizillik bilan oqlikning orliqi shamning vaqtimi emasmi shuni to'p ikki qarashning farqi shu. Yani Abu Hanife rahmetullah aleyhinin delili kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ve ahir vaktil mağribi idha sveddel ufuk Şam'ın ahir vakti ufuk karayganca depkin. Ve an Sa'labin ennehul bayat. Sa'lab mu tilşunas ulemalıdan. Halil ibn Ahmad el-Humra diyen bilen Sa'lab el-Bayat dedi. Nalga lugat alimleri tilshunaslar o'zaro ixtiloflashib qoldi, ikki xil qarash kelib qoldi. Sahoba kiramdan ikki xil qarash kelib qoldi. Wa huwa madhhab Abi Bakr wa Aisha wa Mu'adh radhiyallohu ta'ala anhum. Bu mush sahobalarningki qarashlari edi. Va ikki tarafda sahobalarning qarashlari bor. Oq deganlar bor, qizil deganlar bor. Tilshunaslardan oq deganlar bor, qizil deganlar bor. Aslida mush masalada muhtarda İmam Şafii'ga belgi koyusu lazımdı. Bunun için İmam Şafii rahmetullahi aleyhi'nin nazarında Şam'ın vakti bak kısa. Yani bir kişi tarih edilip şirket sünnetini katsak mesela. Ben şirket okuvağında layık şu vakit şu Şam'ın vakti. Onu da uzun basıp duruyor. Bu beklememde tarikaraş. İmam Şafii El-Um diyen kitabda şunda diyen. Gerçi şagirtleri sel suzap kene yetiştirişkan bolsa mı? Lekin İmam Şafii'nin karışı. Ama kitapta asli İmam Şafii'ninki ihtilaf olup qalsa mezib qo'ydi. Fayz bilan yer yozmoqdi. Ya mushu qizillik ya oqlik degan masalada bu shafaq deganni bo'la oqlik deb ashunda qaragan. Shunning qarashi demak. Sabildan ba'zilar shafaq deganni oqlik ba'zilar qizillikdir. Tilshunaslik o'xshash shunda ikki bo'linib ketgan. Ha, mush masalada qarashi demakchi. Ashunda ishiltidir. Wa idha kharaja vaqtul maghribi dakhala vaqtul isha. Shamning vaqti ketgandan keyin xuftanning vaqti kirdi. Bila xilaf. Bunda ixtilof yo'q ekan. Wa akhiruhu ma lam yatlu'al fajr. Xuftanning oxirgi vaqti tong atqcha. لقوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر قال ووقت الوتر وقت العشاء وترنا وقت شو وترنا وقت ديشتان ده أنا في مذهبته إمام أبو حنيفة وترنا واجب دبريده واجب بوغان كان فرزلارن قطار ده bunun vaqtini bayon qilish lozim bo'ldi. Vitrning vaqti desa Vitrning vaqti xuftanning vaqti dal o'zi shu. İlla annahu ma'murun bi taqdim al-isha. Vaqti dal shu bo'lgan bilan banda nimaga buyurilgan? Xuftanni boshda o'qiysa, vitrni oqidan o'qiysa deb mushtartib bilan o'qishga buyurilgan. Wa qala yana sahiban awwal vaqtul vitri ba'da al-isha. Vitrning dastlabki vaqti xuftandan keyin. Yani xuftandan keyin qachon? Ash kishi xufta o'qigandan keyin. Lekin bu muhim bir vaqt yo'q, shu rezingir ekan. Soat 8 da o'qisa, shu chog'da vitrning vaqti kelgan bo'ldi. 10 da o'qisa, 10 da kelgan bo'ldi. 12 da o'qisa, 12 kelgan bo'ldi. Nima uchun desa, ash vitr xuftanga tava namoz dedi. Xuftanga tava bo'lgandan keyin xuddi masalan peshimning kirgan sunnatini, oxirgi sunnatini qachon o'qiydi? Peshimning farzdan keyin desa, farzni qachon o'qisam, oxirdan ma tava namozni o'qiysa demakchi. Chunki sahobaning nazarida vitr sunnat. Wa akhiruhu ma lam yatlu' al-fajr. Sahobaning nazarida
Vitrning oxirgi vaqti tang atqan qadar. وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في صفتها. Mush masaladagi talash-tatish vitrning sifatini bitta, hukmi nima, qanday namoz bu degan masaladagi talash-tatishning ustiga qurilgan edi. Ashundan kelib chiqqan edi. فعنده إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه nazarda vitr vojib. والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما. Bir vaqt ikki namozni tang o'qiluvdan bo'lib qolsa, ikkili namozning vaqti bo'ldi. Bu Abu Hanifaning dalili mana. Va in umira bi taqdimi ihdahuma, birisini birroq o'qiysa, birisini undan keyin o'qiysa deb buyurgan taqdirdimi, lekin ikkilisini shu vaqt ichida o'qiydigan bo'lsa, ikkilisining vaqti bo'ldi debdi. Kal vaqtiyati val faita. Mush kal vaqtiya val faita degan hozir mush dalil nima deb iborat? Hozir Abu Hanifa'nın dalili var. Çarıqlı kal vaqtiyat vel faita dedi. Nima mush dalilning ismi? Qiyas. Al vaqtiya vel faita qiyas qilyapti. Vaqtiya degan hozir vaqt kirgan namoz. Faita degan vaqtda ketgan namoz. Masalan, shamni vaqti ketdi. Shamni o'qiyapmiz nima? Endi xuftanning vaqti kirdi. Xuftanning vaqtida sham bilan xuftanni o'qimoqchi. Ya'ni mush vaqtda ikkisini o'qishing kerak desa, mush ikkisining vaqti shu. Masalan, bir uxlab qilib Şanını qo'ldan berib qo'yib, xuftan bo'lgan chaqda o'g'inibdi deydi. Shundan bu şanni qachon shu o'g'inganda o'qsang bo'ldi degan-ku. Manna an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Ya unutib qopti. Ya uxlab qolgan bo'lsa, uyg'ongan chaqda, esi kelgan chaqda o'qish kerakdir. Undan keyin shamni xuftan vaqti kirgan chaqda esiga oldi. Ya shu chaqda uyg'ondi. Qanday qildi? Shamni o'qib, xuftan o'qish shu vaqtda. Nima? Undan keyin shu vaqt hozir xuftan bilan shamning vaqti yetdi. Ikkisining vaqti. Boshda hozir vaqt kirganini boshda o'qiysa yoki shamni burun o'qib, xuftandan keyin o'qiysa desimi, lekin ikkisi tan o'qida vaqti bu shunday. Bundan shamni masalan yana kechiktirib o'qsin bo'lar degan vaqtdan vaqt ketdi. Uni ba'zi olimlar da xuftandan boshda o'qitib, undan keyin shamni o'qiysa deyish mumkin. Ba'zilar shamni o'qiysa, undan keyin xuftan o'qish tartib qo'yishi deyish mumkin. Nafs şu adam oğlan vakti şu xuftaniki jamoatni mas'ul bilan bo'lsa. Ha, shunda bo'lsa, ba'zi ulamolar hech xuftanni o'qitdi to'g'ri. Undan keyin shamni o'qiydi. Ba'zilar yo'q, xuftanga iqtido qilgan holatda bu o'zi sham deb nima qildi, o'zi sham o'qiydi. Bundan endi isbot bo'ldi. Ha? Bitirdim shu qazo qilish bor shu. Ba'zandan keyin bakarak keyin o'qib qolsa masalan Şu kun chiqqandan keyin nezbo'yi ko'tarilgandan keyin qazosini qildi. Yani vojib degan taqdirda shunda. Ya bomdat o'qish ya vitr o'qish ikkisi qisqalsa, qisqa vaqt qolgan bo'lsa bomdat o'qiymiz. Shunga bu farz. Vitrdan undan o'qilsak kun chiqib qoldimi? Nezbo'yi ko'tarilgandan keyin undan. Hatta sunnat deb qaraganning qarshiligi sunnatni qazo qilish bor. Rasululloh Abdul Qays ömürki kelgan chaqda aldirashlik qilib, qismning oxir ikki sunnatni o'qiyanmay, keyin asrdan keyin qazosini qildi-ku. Sahobaning nazarida vitr sunnat desa, o'qiyanmay qolsa qazo qilish bor. Qazosini qilsa bo'ldi. Kal vaqtiyati val faita. Va indahuma sahibaning nazarida vitr sunnat. Hiya sunnatun fayadkhulu vaqtaha bil faragh min al fard. Undan keyin farzni ado qilib bo'lgandan keyin andin buni vaqti kirgan bo'ladi. Kasair sunan boshqa sunnatlarga o'xshash. Ya'ni hozir sahibaning dalili nima? Qiyas. Biz kafir kelgandikilar dalilning bo'ldi, qiyas bo'ldi. O'xshashdi bor. Demak sahibaning qiyas qildi, Abu Hanifa qiyas qildi hozir. Wal aslu fihi mush masalada vitrning hukmi to'g'riliq kelgan asos dalillarning biri qavluhu sallallohu alayhi vasallam innalloha ta'ala zadakum salatan fasalluha ma baynal isha'il akhirati ila tulu'il fajr. Alloh taolo sizlarga bir namozni ziyoda qilib berdi, ortiq belgilab berdi. Uni xuftan bilan tong otqishi oraliqda o'qinglar. Isha'il axirat qaysi namoz? Xuftan. Asha ayinda
ikki asha bo'lsa nima sham bilan xuftanni bildirdi. Ashal oxira degan xuftan. Odamda xuftan bilan tang atqicha arliqda o'qinga dedi. Mushu hadis Abu Hanifaning ishkiga qarshiga dalil bo'ladi. Biri vitr vojib degan. Zadakum degandan vitrni vojibligini chiqadi. Fasalluha ma bayna al-isha al-akhira ila tulu' al-fajr degan xuftan vaqtini tatib tang atgan qadar degan shu vaqt shu dedi. Endi mushu ikki qarash deylar. Ikki qarashning unda farqi qachon chiqadi? Biraydan xufta o'qimay turib, bash vitrni o'qitib, masalan, vitrni o'qitibdi. Vitrni o'qitib, keyin xufta o'qisa, vitr vaqtida ado bo'lgan bo'lamdi. Abu Hanifaning nazarida ado bo'lgan bo'ldi. Chunki vaqtida o'qidi. Xuftani o'qib o'qish shart emas. Ilgari o'qisin bo'ldi. Sohiban yo'q, buning vaqti tax kirmagan chog'da o'qidingiz. Vaqti xuftanni o'qigandan keyin kiritdi, siz burun o'qib oldingiz. Xuddi namoz vaqti kirishdan burun o'qib olgandek, hisob emas deb xuftan o'qigandan keyin qayta bir qatim o'qinglar. Modelin majlis qasi ishlarga edadim bu boshqa chiqib qolishdi. Abu Hanifa akagan bo'lishi kerak. Chunki zadakum salatan degandan Abu Hanifa buning vojibligini dalil qiladi. Vojib degani chiqardi shu. Nima uchun? Isra Marajda hiya khamsun va hiya khamsun dedi. Nima? 5 vaqt namoz, lekin 50 vaqt hisob shu. Dedimi? Ana endi bir hadisda Arabiydan ders kelib, bir kech kunduz zaman qancha namoz farz qildi Alloh taolo degan chog'da khamsu salawatin fil yawmi wal layla illa an tatawwa dedi. Nima? O'zing nafl o'qilsang, jeqim qancha o'qisan o'qi, lekin farz bo'lgan 5 vaqt namoz dedi. Vallahi la azidu ala hadza ketgandan keyin aflaha in sadaqat. Unda ortiq o'qimayman dedi. Unda ortiq farz emasdi. Endi 5 vaqt namoz farz deb kelib 5 vaqt namozga bir namozni ortiq qo'shib qo'ydi yoki ortiq belgilab berdi degandan keyin bu vojib namoz ekan deb chiqadi. Biz sahobalar qarshida biz xuftanni masalan azan chiqaramiz o'qib oqshomdan. Ondan vitrda taqatqanda yarim kecha o'qishga vaqt tepatga bo'lib qoldi. Yo'q. Shu bandatcha taqatgan qadar o'qish bo'ldi. Billa aqdni ulab o'qish kerak emas. Lekin burun cho'qin xuftanni o'qib bo'lgan bo'lish kerak. Xuftanni o'qimay o'qsang vaqt kirmagan bo'ladi. Danki bu vitrning vaqti hozir sohibaning nazarida xuddi buning muayyan bir cheki yo'qdek. Bu odam o'zi belgilab olgandekmiz. O'zi qachon xuftanni o'qisa, shu chog'da vitrning vaqtini o'zi belgilagan bo'lgandek. Albatta boshqa namozni o'qishim bo'ldi. Mayli. Chunki arliqdan da tahajjud o'qiydi. Ya'ni salatul layl matna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir. Ashunda ishkirkatdan o'qib, tanitib qolgandek deb qazg'atchida vitr o'qitdi. Vitr o'qitgandan keyin yutaru lahu ma qad salla o'qganimiz hammani taqib turdi. Sistema vaqtning oxiri tangurgan qadar etdi. Ba'zida soat qo'shida deb kelsa, bu kun faqat kelgan turgan gaplar ketimiz bu vaqtimizda ishqili kunlik namozlar qoldi. Bir kundan namozni o'tib ketgan bo'ldi. Hijriy kalendarda yangi kun qachon kirdi? Birinchi qarash asrdan keyin, ikkinchi qarash uchinchi qarash 12 bo'lgan chog'da bomdat sut qarash o'tdi. Hozir hijriy kalendarda yangi kunning kirish vaqti, boshlangan vaqti sham, kun patgandan keyin yangi kun kirdi. Kun patgandan keyin bu o'tib ketgan shu asr yo peshmanmasa ilgirki kecha bilan birga bir so'tkish ketgan bo'ldi. Yangi so'tkining boshlanishi kun petib bo'lganda shu qizil shafaq boshlangan chog'dan tortib yana nima chiqdi? Yangi kunning tunja namoz xuftan bo'ladi. Sham bo'ldi. Sham bo'lsanda shamdan undan keyin bomda sinama ondan peshmasir. Shu ba'zi ulamolar salatul usta degan salatul fajr. Chunki sham bilan xuftan, peshin bilan asr. O'ttirib bomda. Shunga masalan ata juma. Hozir biz turayotgan kecha jumaning kechasi deymiz. Laylatul juma bo'ldi. Laylatul xamis emas. Nima milodiy kalendar bo'yicha soat 12 dan bu yon qilinadigan bo'lsa, bu kecha hozir nimaga tavadik? Payshanbaga tavadik. Buni ixtilof yo'q. Yo'q. Xudosi masalan 27 esa
Biz qurban etkisi, ro'za etkisi. Shunga biz masalan oxirgi 10 kunda etkab kirmoqchi bo'lsak, kun patgan chog'da kiramiz. Yani bir kecha burun kiramiz. Ondan hayitda etkabni yani to'xtagan bo'lsa qanday qilamiz? Ya ro'zani to'xtat. Kun petishlarla to'xtat. Kechirdilar. Asrda almashdi desak, xuddi bu bir so'tkan namozning oxirgi namozi hisobida bo'g'otilgandek ahvol bo'lishi. Bomdatda alınışı yerim gün hesabıda. Fi sıfatul vitr. Fi sıfatı adı o. Aşan talaşta şu adı den. Fi sıfatul vitr deyimiz. Ya ki vaktul vitr diyenge kaç tutsakın buldu. Çünkü bu iki nesne öz işi aldı. Hükmünün öz işi aldı. Vaktinin öz işi aldı. Şuna ulamalardan bazılar Bamdat namazı salatul usta deb qilgan. Hali bir qism ulamalar Bamdat namazı deb qilgan. Yani salatul usta masalasida ikki qarash shu jalliqroq qarash shu. Fajr yoki asr. Yani Sahih Buxoriyda salatul usta salatul asr deb kelgan. Bunun dalil jalliq. Demek yani kecha bilan kunduzning o'ttirida bir yarim kun tugagan chog'da bir almashadi. Bütün kun tugagan chog'da bir almashadi. Asrda bir almashadi, Bamdatda bir almashsa, har yarim kunda bir almashib turgandek. Fasalluha ma bayna al-isha ila akhirati ila tulu' al-fajr. Bazı rivayatta ala ve hiyel vitr deb kelgan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب الإسفار بالفجر. Şimdi hazır namazın vaktini belgilep oldu. Başlangıç noktası, tügeş noktası der. Şimdi hazır şu aralıkta kaçan okusak en evzel diye meseleye yetkirildi. Ötürün sahanını kim bayan kılış gerek? ويستحب الإسفار بالفجر. Bamdatni tang yorgan vaqtida o'qish mustahab bo'ladi. Asfara degan mana shunda yorganlikni bildirgan so'z. Mush masala ulamaning chiqarishi bor. Birisi yorganda o'qish afzal, bu Hanafi mazhabining, Shafiy mazhabininki taglis qilish afzal deydi. Taglis degan qapranguda bundan vaqt kirdi, tang atdi. Bundan hozir azan chiqqandan keyin qarang vaqtda o'qish. O yurgan vaqtda saqlamaslik. Shafiy mazhabining shunga yuqorida fa'da biz qo'ydi. İmam Shafiy at-taglis afdal deydi. Mesela taglis. Siz bandan o'qib chiqsalar, bizning vujudda azan to'laydigan yoki undan keyin yarim soatdan keyin bizning vujudda o'qiydigan vaqt bo'ldi. Yani azan vaqti bo'ldi. Yani yarim soatdan keyin o'qiladi. Misrning azanning burun to'litish masalasida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar 10 minut burun to'litdi deb qaraydi. Jadil Haq rahmetullahi alayhi vafatlash oldida shu Bamdatning vaqti masalasini o'zgartiringlar deb vasiyat qildi. Ulamolarning bir qismi Misr, Saudiya Arabiston Bamdatda azan o'qigan vaqt 12 minut yoki 14 minut ilgari deb qaraydi. Şu Saudiya Arabistonda yani bu ba'zining qarashi, hammaning emas. Şu Saudiya Arabistonda uyda namoz o'qiydiganlar, ayollar ya qaraydilar. Masjidda azan to'lgan vaqtida gachida o'qimay 15 minut o'tkazib o'qinglar. Bo'lmasa namoz vaqti kirishdan burun, tong atishdan burun o'qisanglar deganlar bor. Yani bu bunda bir ko'chadagi odamlar emas, shu universitetning professorlaridan, shayxlardan deganlar bor. Misrda shunda. Hem de taglis degan ashuna qarang'uda o'qish, ya'ni tong atgandan keyin qap qarang'uda o'qish. Isfar degan shunda chiqsaq masalan adamni tunuqloldigan 5-6 metrdan adamni tunuqloldigan, lekin kun chiqmagan vaqt. Hem shu isfarni qachongacha kechiktiramiz, qachongacha kechiktirish afzal san demazabdilar. Namozni tugatgandan keyin bamda namozni o'qib bo'lgan vaqtingda Bamdat namazı 2 rekat yana azada o'quvchilik vaqtini qo'yib qo'ygan shaklda kechiktirsan, mushi mustahab deb qaraydi. Masalan, qanday biz 2 rekat masalan 5 minutda o'qib qolamiz deylar. Soat 5:30 da Bamdat vaqti chiqdi deylar. 5:30 chiqdi ekan. 5 dan 20 o'tgan chog'da o'qiysan.
Yani 5-25 o'tkish o'qidim, shunami? U 5 minutcha oxirgi 5 minut desa, agar banda namozida bir xalal bo'lib qolar, bir chata chiqar. Ya namozim qanday qilib buzilib qoldi bu joyda. Ya bir ish bo'ldi, namoz qayta o'qish bo'lib qolsa, qayta o'qib ulguradigan bir vaqt qo'yib o'qisang, ya'ni ashunda darajada eng aql tartib o'qisang shu afzal. Albatta bu isfar afzal, tag'lis afzal degan har bir qarashning bir duva dalillari bor. Hammasining zodi endi say dalillari bor buni. Hech qanday kelgan. Agar Misrda bo'lsanglar, jamoat shu chog'da bo'lgandan keyin Misr tag'lis qilamiz. Turkiyada yo bizning yurtda o'qib jamoat shu yurtib endi o'qigan bo'lsa jamoat bilan birga endi shu afzal. Yurtda masalan, oy namoz vaqti chiqdandiki bu namoz vaqti chiqib bordi deb unda tikildab o'tasi u bixrama yo'tilab o'tirdim. Ya imomni saqlaydi, ya imom bosma tegib tushmaydi. Ba'zidan tutib turadi, bu namoz vaqti chiqib boramandir. قال ويستحب الإسفار بالفجر لقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر. بمدتنا يرتب أقوى لأن سجد أساسا يرغندرق أقوش مستحب. وفي رواية نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نوروا يمشوا سيرغندر دمج. يقبو سيد اسمه. لكن أسفروا بالفجر جن أزبل ممكن. Ya bizimkide hadisun sahih akhrajahu Abu Davud. Bizimki shunda? Yanda bizimkida bo'lmasa bu sayt deyolmaymiz endi uni. Hani bu mazhabda u darajada qo'dab aqlmaymiz endi. Lekin bu yerda sayt debdi. Mana qaranglar. Fa innahu a'zamul ajr. Shunda o'qsanglar, yo'rtiproq o'qsanglar, buning ajri katta. Yani bir mazhab müşini sal kechiktirib o'qishdan afzallikka dalil qildi. Va qala at-Tahawi, Abu Ja'far at-Tahawi shu aqida Tahawiyaning muallifi, bu olim debdi, yabda'u bit-taghlis. Qarang vaqtda namozni boshlaydi va yahtimu bil-isfar. Yurgan chaqda namozni oyoqlashtirdi. Demak, har ishli vaqtda bu namoz bo'lgan bo'ldi. Bu ish qarashni unda jamlab qildi. جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار. لمشان سام تغليس سقطة كأجن الإسلامه سيد الإسلام إسفار حقدة كأجن الإسلامه سيد الإسلام. لو أنك عارش كسر ما قلشون من دا أقيمز دبقته. والإبراد بالظهر في الصيف. ياز كلا دا تمز أيلر دا كيشمنا هوا سالقندغان دا وقش أفزال يعني مستحب. Yani saat şükenge kadar kechiktirib demakchi. Kishilar namozga mangan chaqda masalan tamning saat tushsan, tamning saatiroq kil oldigan bo'lgan qadar. Lima ravayna yuqorda biz rivoyat qilgan hadisga asosan qaysi hadis? Abridu biz-zuhri fa inna shiddatal harri min fayh jahannam va taqdimuha fi ash-shita. Qish kunlari dastlabki vaqtidaroq o'qish مستحب بلده. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإن كان الصيف أبرد بها. قال وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. أسرنا كن özgür ketmegenlen bolsa sal aqıqda keçiktirip okuş müstehab. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر. عند مشاهدسنا عاجز بقردهم الله. Eserini keçiktirişli buyurgan yani. Lekin Hanifi mazhab qarashida buni mustahabkiga boshqa hadislar dalil keltirdi. وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabeleri yani hammaylar mujla qaraydi demakchi. Asrni kechiktirishga ittifoq. Shamni dastlabki vaqtida o'qishga ittifoq, Bamdadni yo'rg'onda o'qishga ittifoq demakchi. Takbirni xatarmi? Tabkir demoqchi.
مسلم بخاري çıkanır da. Matanlara da takdir asıl bilen. Ya. Aslında sahide bakın. Ya Hüseyin. Makrama isnaduhu ضعيف ومتنه منكر في عبد الواحد بن نافع الكلابي وهو ضعيف. أصله أخرجه البخاري أيضا بعد ما شما. يا ما دققت معه وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. بخاري تاريخ الكبير يعني كتاب ده رواية كل سيد البخاري دماس. دار قطني هذا حديث ضعيف من جهة عبد الواحد هذا لبتون. تك أكثر رافضنا حديثاً كشتمتي diye rivayet etken. Daha önce bekleme aciz olarak ettim. Yani bunda aciz çıkarsa aciz dişlerdim. Bunda diyel sekuldu. Yani mezhep bizim amrağlığımız şunda bozma. Aciz iskep kalsa, aciz karış olup kalsa aciz bu diyel sekuldu. Ama ikinci sen tenvir bil fecr diyen şu meselede seyyedis var. Yani şu Bamdat'ta yorgan çağda okuş doğruluk şunda şey. Lakin manda şekilde makrulmulan kelgedis aciz. Vel mu'tabaru taghayyurul kursi lad-daw'llezî alal hitan. Quyosh o'zgarib ketmagisi dedi o. Qanday o'zgarishini deysiz desa, tamg'itishgan oftob yo'riqlikdan o'zgarish emas. Quyoshning to'qishi o'zgarishi dedi. Qanday o'zgarish? Masalan, asrning dastlabki vaqt kirgan chog'da quyosh qarasak qarayolmaymiz. Ko'zimizni tutib ketadi. Lekin bir muddatdan keyin bunda qarasak qarag'ili bo'lgan, salamda nuri ajizlab qarag'ili bo'lgan vaqt bo'ldi. Shu chaqam tag'ayyur ishamiz. Qariya oladigan bo'lib qolgan qadar kechikmay, uning sal burun o'qiydigan kechiktirsang mustahab demakchi. Lekin qariya oladigan vaqtda o'qishchol, bu vaqtda, lekin sen makruhlik vaqtda kirib qoladi. Chunki sarg'aygan chaq, kun patay deb qolgan chaqqa kechiktirish makruh. Qala va ta'jilul maghrib, yani mustahab bo'lgani shamni dastlabki vaqt bilan burunlan o'qish. Fi zamani kulli, yani yil bo'yi demakchi. Yoz bo'lsin, qish bo'lsin. Lima taqaddam, yani yuqorida Rasulullohning sahoba kiramlari hammasi birdek shamni ashida sek vaqt bilan o'qib va tabkir bil maghrib degan rivoyat shu. Yani bir hadisda la tazal ummati bi khairin ma ajjalul maghrib. Yani shamni kechiktirmagan bo'lsa, ummatim yaxshi holatda turdi. Shamni kechiktirgan bo'lib qolsa, ahvol chatoq demakchi. Wa liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la tazal ummati bi khairin ma lam yu'akhkhiru al-maghriba ila an tashtabika an-nujum. Ana yerda kelibdi mana. Ummatim salomat turdi dedi. Shamni kechiktirib salomat turdi. Qachon kechiktirib desa, yulduzlar chiqayotganga qadar kechiktirmasa, ummatim yaxshi turgan bo'ldi. Qala va ta'khirul isha'i ila ma qabla thuluthil-layl. Kechining 3dan 1dan burunroq vaqtga xuttanni kechiktirish mustahab. Thuluthul-layldan nishada. Thuluthul-layl avvalmi, thuluthul-layl akhir maqsad. Bu avval maqsad edi. Thuluthul-layldan, thuluthul-laylni biz qanday hisoblaymiz? Biz ma kalendar bo'yicha, bizning o'zimizning hijriy kalendar bo'yicha kun ketishi bilan yana bir chisla kirdi dedi-ku. Undan keyin kech kirdimda. Kunduzi keyin kirdi. Lekin kech shunda kirgan ekan, kun patgan chog'da soat 6 patdi. Shuni ular hisoblasa 6 kun chiqdi. 12 soatmi? 12 soatni 3 bo'laylik 4 soat bilan keldi. Zaman 6dan 10 qadar sulusul layl avval. 10dan 2 qadar sulusul layl al-awsat. 2dan 6 ga qadar sulusul layl al-akhir. Alloh taolo shub bana istig'for aytadigan, tilaydiganlar bormi? Ijobat qilay deydigan vaqt. Sulusul layl al-akhir. Shunday hisoblaymiz. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. Ümmetimge japa bu qammasin demasam, xuttanni kechining 3dan 1ga qadar kechiktirishga buyurgan bo'lardim. Ya'ni 6da sham bo'lgan chog'ni desak, soat 10 qadar.
Lekin o'chaq ketib tursa, ba'zi odamlar uxlab ketadi, o'tirib to'xtan jamoatida o'qitib deb ular qilinib ketadi. Shuna japa qilib qo'ymay deb burungi vaqtdan o'qigan. Mushunda degan bo'lg'achqa Rasululloh fadalla ala annahu afdal. Musho afzalkan. Xuddi masalan lavla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-silak 'inda kulli salat deganlar. Shu afzal mana. Wa ta'khiruha ila nisf al-layl mubah. Kechining yarmiga qadar kechiktirish mubah. Kechining yarmi 6 namazdan bo'lgan taqdirda kechining yarmi 12 bo'ldi. Lekin soat 8da 9da namazdan bo'lgan bo'lib qolsa, o'chaqda yurishib ketadi. 12 qadar deylar masalan 6 namazdan bo'lgan chaqda 12 qadar kechiktirish mubah. Va ila ma ba'dahu makruh. Undan keyingi kechiktirish makruh. Nima uchun? Li'annahu yuqallilu al-jama'ata min ghayri uzrin. Uzrsiz jamoatni kamaytiradi. Ammo shu jamoat hammasi shu chaqda kechiktirib o'qiydigan va isbotlashgan hammasi kiradigan bo'lsa, kechiktirish afzal. Afzal. Chunki oxirgi vaqt fazilatli vaqt. Alloh taolo sizni tushib, qana duo qilganlar bormi, ijozat qilaman deydigan shunda bir fazilat vaqt bo'lg'achqa yaxshi. Ya o'chaqda shu jamoatdan qolgan bo'lg'achqa makruh dedi. Ya, çünkü farzımızda vaidni kelganimda o'rnimga birsini imom qo'yib, tanishmalni kuydiratday deb qoldim dedi-ku. A tarafi bo'lgan ekan, ig'irib ketdi. Kestirishdi-mi? Ha, o'sha. Sunnatni o'zi o'qigan, lekin uxlab qolmaydigan. Kim ele o'qiyman deb uxlab qolib, qo'ldan bir qo'ymagan odatda bo'lsa, kechiktirib o'qisa yaxshi. Oxirgi 3dan biri. Qala va yustahabbu fil vitri akhirul layli. Vitrning afzal vaqti qaysi? Albatta uning vaqti xuftanning vaqti shu dedi. Xuftanda sulusul avval qadar kechiktirish degan soat masalan 6 sham bo'lsa 10 qadar kechiktirish dedi. Vitr cho'lsa vitrni kesin eng oxir qadar tangishdan burungi vaqtlarga suhurlik vaqti qadar kechiktirish afzal dedi. Fa illam yataq bil intibahi aw tara awwalahu. Agar uxlab qolma, o'g'rinmayman deb qolsa, kechining dastlabki vaqti bilan vitr o'qitdi. Lima rawa Jabirun anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Man khafa an la yaquma akhir al-layl falyutir awwalahu." Kechining oxirida qo'polmay qilishidan ansirgan kishi kechining dastlabki bilan vitr o'qisin. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره. كيشن آخر كمزجلدا آخر ساعتلردا ثلث الليل الأخير دا ونا لما قبالي من دين كشة آخر دا يتروقسون. çünkü hadiste اجعلوا آخر صلاتكم وتران ديان. ما دبتون فإن صلاة آخر الليل محظورة. çünkü كيشن آخر ساعتلردا o'qigan namoz mahdura, ya'ni farishtalar, rahmat farishtalari keladigan, ashada qarab turadigan, qatnashadigan namozdir deydi. Va zalika afdal. Bu tahim afzal. Bundan oldi. Bamdat bulashdan ilgari, tanishdan ilgari o'qisin demoqchi. Yana sayyidista Hazreti Ayşe rivayet kıldı. İntaha vitruhu sallallahu aleyhi ve sellem ila sahar. Resulullah vitrni asan bazı disfillerinde okup kin öğünün ahirki vaktida vitrni aşı suhur vaktida okuyduğunga to'xtalgan, muqimlashgan. Ma sayyidisi. هذا والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bugün okugan dersine başlap okumayı barın. Ya, vutira ahlahu. Demişen? Ahlahu mef'ulun bir yerde. Lakin naifal mahzuf. Naifal mahzuf. Nima? Takdiruhu el-racul.
Yani huwa yani. Fekennema men diyen nima go? Aş kişi. Huwa deymiz, tamam. Fekennema vutira huwa ahlahu ve malahu. Aş kişi ayet tavabatı mazmuzkedin ayrı bitirilgendek buldu. Ve tara hazır min buldu iki mef'ulunu mutaaddi kıldıran fiil oldu. Tamam. Velen yetirakum a'malakum. Kum diyen bir mef'ul, amal diyen bir mef'ul. Nonken birinci mef'ul hazır naib faal oldu. جعلها قاعدة للغروب فدل أنه آخر وقتها وإذا غاب الشمس دخل وقت المغرب. برواية هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول وقت المغرب حين تسقط الشمس ولا خلاف فيه، وآخره ما لم يغب الشفق. بقوله صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والشفق البياض الذي جاء بعد الحمرة. قال: والحمرة، وهو رواية أسد عن أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل وعن ابن رضي الله عنهما. أسد بار رضي الله عنهما. وبدأ قرصلا هذا شكو ما شاهد بار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. Kitapta yazılık emas şu. Yazılık emas. Lekin şu konumuzda yazılık hamdı. Şunda sahabe kiramdan ismi çıkan çağda tardiya kılışımız lazım. Alimnin ismi çıkanında rahimahullah diyendek. قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق. وعن ثعلب أنه بياض، وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ رضي الله تعالى عنهم. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء بلا خلاف، وآخره ما لم يطلع الفجر. وقال رحمهم الله سمهم. وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم. سبحانك اللهم وبحمدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. namazning vaqti doirasi ichida ilgari va keyin o'qish afzal bo'lgan chog'larni bayon qilib keldi. Yawmul g'aymi avatul kunlar, bulut kunlar. Shunday kunlarda bomdodni kechiktirish, peshinni kechiktirish, shamni kechiktirish mustahab deydi. Asrni sal burroq o'qish. Yani bir vaziyette adetki normal ahval asrni kechiktirish mustahab emasmi? Avatul kunlarda asrni burroq o'qish mustahab, xuttanni burroq o'qish mustahab deydi. Bir-birlab bayon qilsak, ammal fajru falima rawayna, bomdodni nima uchun kechiktirmaysa, biz rivoyat qilgan asfiru bil fajr, yoki nawwiru bil fajr degandek rivoyatlarga asosan. Va amma zuhru peshimcho desa, fali alla taqa'a qabla az-zawal, kun qayrilishdan burun, ya'ni o'zining vaqti kirishdan burun o'qilib qolmaslik uchun. Va amma al-maghribu sham kelsak, fali alla taqa'a qabla al-ghurub, kun patmagan holat bo'lsa, lekin havo tutib bo'lg'achqa qorong'ulab ketib, kun ketib ketgandek ko'rinib qilib burun o'qib solmasligimiz uchun. Va amma ta'jilul asr, nima uchun asrni burroq o'qiymiz desa, fali alla taqa'a fil vaqtil makruh,
uni kechiktiramiz deb keyin makruhlab qoldigan kun sarg'aygan chaqlar bor odatda. Shu chaqlarga qadar kechiktirib qolsak, makruh holatga berib qolganligimiz uchun birilam o'qilish afzal. وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة بمجيء المطر والثلج. أن خطرنا مشن برق أقوال مزسة يمغور يا قرية قبلة جماعة أزلك تمسكشون خطرنا نغسلك وقت كريش والله نقتل أقوال مزسة. فصل أمد بو نماز أقوش مكروه قلدغان يك نماز أقوش شكلندغان ساعت لا وقت لا. لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. مش وقتها نماز تلاوة سجدة والجنازة نماز جائز مايدولد أقصب مايدول. عند طلوع الشمس birinci vaqt kun chiqayotganda shunda ko'tarilayotgan inshaalloh neyz bo'yi ko'tarilganga qadar deymiz. İkinci vaqt va zavaliha. Zaval degan so'z, zala degan uni qayrildi ya o'rindan o'tkazdi degan ma'noda. Lekin zavalninki 3 xil ma'nosi bor. Zaval degan so'z. Biz yuqorida peshinning dastlabki vaqtida indama zalat shams dedik. Kun qiysaganda, kun qayrilgan chaqda peshinning vaqti kirdi dedik. Bu birinci ma'nosi. Ya'ni osmonning shu o'ttirda turib shunda qayrilgan ekan zavol bo'ldi. Kunning qayrilishi, qiysishi. İkinci ma'nosi tiklishni ko'rsatadi. Ya'ni mishalki hozir va zavaliha degan so'zning maqsad kun tiklashgan chaq. Bu nimadan kelgan bu zavol? Bu zala zillu an makanihi yoki zala nahar degan ma'noda. Ya'ni tiklashdi, matrafdan, ya'ni kun chiqishdan shunda yutkilib tiklashdi degan ma'noda. Yoki soya bir narsaning soyasi tiklashgan chaqda asos soya tushmaydi-ku. Shuni zavol deydi. Ya'ni soya yo'qolgan chaq desak bu zavol degan. Kun tiklashgan chaq. Endi uchinchi ma'nosi kun oxirlashgan chaq. Asrdan keyin kun petishdan burungi chaqni zavol deymiz. Ya'ni soya yo'qolib ketgan chaq. Bir narsaning soya tushmaydigan, oftob yo'qolgan chaqi uyg'urchasining zavol vaqtida uxlasa bo'lmaydi degan gap bor. Zavolda uxlasa bo'lmaydi deganda. Shu chaqni demoqchi. Bu endi zalim nahar degandan kelgan ma'no. Kunduzi asosan o'tkaldi, kunduzi chiqib qopti degan ma'nodagi zavol bor. Uchinchi ma'nosi. Bundan keyin zavolning 3 ma'nosi bor dedik. Biri kunning qayrilishi, yana biri hozir shu kun tiklashgan chaq, namoz o'qish shaklingan chaq, yana birisi kun petishdan ilgiriki soy degan narsa yo'qolib ketgan chaq. Hozir misharam la tajuzu solat dedi. Namoz joiz bo'lmaydi. Yoki namoz o'qisa ba'zi namozni bo'ldi, makruhlik bilan ado etadi yoki harom ishni qilish bilan billa namozi to'g'ri bo'ldi deyish mumkin. Yoki la tajuzu solat, ya'ni nafl bo'lsin, farz bo'lsin, mushu chaqdan ilgari farz bo'lgan namozni o'qsam bo'lmaydi demoqchi. Nafl namoz o'qsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni farz bo'lsin, nafl bo'lsin bo'lmaydi demoqchi. Masalan, bir odam peshin namozini o'qimadi. Asrdan keyin shu kun patayda qolib peshin namoz o'qimagan esga qolgan bo'lsa, shu vaqt o'qib bo'lmaydi demaysizmi? Bo'lmaydi demoqchi. Peshin namoz o'qimagan. Lekin asr o'qib bo'lgan. Asr o'qib bo'lgan. Unda bo'lsa, mushu qarish asosan shamdan keyin o'qiydi. Yani sham vaqti kirib bo'lgandan keyin sham namozni o'qib, sham namozni o'qib, undan keyin peshin o'qiydi. Mesela tekrar çıkış olarak okumasın bulmamda. Buldu. Şandın farzını okuştun burun okuvasın buldu. Ben işine salatta benim kendime salatı cenaze salat maçı çekilmez. Kırmaydı çünkü ona namaz desek ruku secde yok. Ruku secde olmalken bu adet namaz katarına ve çevirgül olmaydı. Lakin namaz bulsa namaz. Namaz da atıldı. Onun için bunu ayrım bir dep koymuş olmaydı. Navaniken şu vaqtdan burun aş kişiga vacib bo'lgan namoz bo'lsa, mush shu vaqtda uzunlab o'qisa bo'lmaydi. Lekin
asrni kelarki batda asrni istisno qiladi bundan. Vaqti o'tib ketgan namozi bo'lsa, uni shu vaqtda o'qisa bo'lmaydi. Sahih Buxoriyda hadisda la tataharraw bi salatikum tulu'a shamsin va la ghurubiha deb kelgan. Ya'ni namozni dal ash kun chiqayotgan ya kun petayotgan chaq udullab turib o'qimanglar. Udullab o'qimada, lekin shu chaqmasa asrda o'qimay, kun petish oz qoldi-ku. Asrni vaqti bormi? Bor. Shu chaqda oldirablar o'qisak, bir rakat o'qilasak, asrni vaqtida o'qigan bo'lmas. Lekin ata aytganimda shu namozni o'qimay qasdan dal shu kun chiqayotgan, kun petayotgan chaqqa udullab o'qsam bo'lmaydi degan ma'noda. Endi bu yerda Hanifiy mazhabda vaqti o'tib ketgan namozni kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaqda o'qsang bo'lmaydi deydi. Nafl namozdan shunday. Lekin oxirgi vaqtida shu chaqda vojib bo'lgan namoz uchun, masalan, asr kun petishdan 10 minut 15 minut ilgari shu chaqda biz o'qishga fursat bo'ldi. Shu chaqda o'qiydik ya shunda kechki shu yerga berib qoldik. Shu chaqda o'qiymiz desak, tamom bo'ldi. Chataq yo'q. Ammo undan boshqa vaqti o'tgan namoz bo'lsa, dal shu kun chiqayotgan, tiklashgan va petayotgan chaqqa udullab o'qima demoqchi. İxtiyoriy nafl namozi shunday. Ondan mushuni chetishlik ana shu oxirgi vaqtlarda yoki shunda cheklangan chaqlarga udul kelib o'g'inib qolgan bo'lsa, shu chaqda o'qisa bo'ldi. Chunki hadisda man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Davomida bu bir kamchilik qilgan, ya o'zirlik bo'lib qolgan chaq ruxsat qilindi. Lekin qasdan o'tirib, dal shu chaq udullab o'qimaysa deydi. Davomida vaqt o'tib ketgan. Masalan, xulosans bunda vaqt o'tib ketdi, shundami? O'tib ketsa kun chiqayotgan chaqqa udullab mezbo'y ko'tarilganga qadar shu chaqda o'qimaymiz. Mezbo'y ko'tarilib bo'lgan ekan, undan qazosini qilamiz. Yana shu bandatni kun dal tiklashgan chaqda o'qimaymiz. Saat 10-11 gacha o'qimay, qazosini olsin. Ana ya peshiniki o'qimay, dal shu vaqtda qolmaganda tiklashgan chaqda udullab o'qsam bo'lmaydi. Va g'urubiha kun patqancha, masalan shu bandatni o'qimabdi keyin hech qachon o'qimay, dal shu kun patayotgancha o'qsa bo'lmaydi. Lekin shu asr vaqt bo'lib qolishi ruxsat. Chunki hadisda man adraka rak'atan qabla an taghrib ash-shams faqat adraka as-salat deb keldi. Ya'ni bu o'zi shu kunning asrini chiqarib o'tadi. Tushunganning asri bo'lib qolsa, yaqin bo'lmaydi dedi. Yani bir so'z kechiktiribsa, kechiktirgandan keyin uni kechiktirdim. Dal shu cheklangan vaqt udullab o'qimaydi demoqchi. لحديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. Şu vaqtda bizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qishdan, meyitlarimizni dafn qilishdan to'sgan. Anda tulu'a ash-shams hatta tartafi'a, kun chiqqan chaqdan tortib ko'tarilganga qadar, nayz bo'yi ko'tarilganga qadar deymiz. Bu kun chiqishdan tortib 20 minut vaqtni o'z ichiga oladi. Va inda zawaliha hatta tazul. Mana va inda zawaliha hatta tazul. Yoki zawal degan birinchi so'z bilan hatta tazul degan ikkisi ish qilmani keladi. Kun tiklashgan chaqdan tortib qiysayganga qadar va hina tadayyafu lil-ghurubi hatta taghruba. Yana kun petishga mayl bo'lgan chaqlar. Kun petish uchun shunda to'lgan chaqlar. Tadayyafa yani tafa'ala. Asli tadayyafa. Lekin hadisning rivoyatida birinchi ta ilib tashlanib ketib, hazf qilinib ketib, shunda yengillatib rivoyat qilingan. Dafa yadifani ma'la degan ma'noda shu mehmonni dayf deydi. Nima uchun esa uyning egasiga
sahibxonga shu mayli o'g'indek bir ish bo'lgan. Mush vaqtda والمراد بقوله قال عقبة بن عامر الجهني النقبر degan mush so'zdan ya'ni qabrga qo'yish degan ma'noda aslida salatul janoza qabrga qo'yish emas mayitning namozini tushirish maqsad qilindi deydi. Mush hadisning zohiridan mush vaqtda yerlikida qo'yish makruh bo'ldi deymiz chiqdi. Ya'ni bu nazarda yo'q namozini tushirish deb ta'bir qildi. Namozini tushirish yerga qo'yilganda. Ha, shunga ta'bir qilgan bo'lsa kerak. Yani ya kinoya bor demoqchi. Shuning uchun desa yerlikka qo'yish bilan namozini tushirish shunda chetishlik bo'lg'achqa maqsad shu demoqchi. Abdullah ibn Muborak bu hadisni rivoyat qilgan chog'da naqbura fihinna mautana degan ya'ni as-salah deb izohlagan. Undan mesela asrdan burun namozini tushirib qo'yib, namozini asr o'qigan bo'lsa, andan keyin yerlikka qo'yib asr bo'lardi. Ha, bo'ldi. Masjidni tozalaydigan bir ayol bo'lib, qari bir ayol. Bu ayol kishida o'lib qolgan chog'da sahobalar bir namozini shu yerga qo'yayotgan. O'tgan kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali masjidni tozalaydigan kishi nima bo'ldi degan ekan. Kishida kirib ketib biz uni beram qilmaydi deb yerga qo'yayotdik degan ekan. Qabristga qanada qabristga berib qabrga yerlikni qo'ylab bo'lgan shu ayolning namozini qabrdan oldib turib tushgan. Shunda kishida yerlikni qo'yilganligi aniq bo'ldi. Yana Abu Bakr vafot bo'lgan chog'da kishida yerlikni qo'yilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'yda namozini tushirgan ekan, ya'ni kechida bo'lmas uchunmi yoki ashalarning birati azizlik. Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashalarga bir mag'firat tilab, Allohning ko'ngil bo'lganlikdan birinchidan ko'ngil bo'lganligi, ikkinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zida kamtarligi, uchinchidan shu qabrga qo'yilib bo'lgan ahvoldami mayitning yaqinlari, tuqqanlari masalan. Hijrat safarda bo'lsa, 3 kundan keyin kelishi mumkin bo'ladi. Kelgan ahvolda qabrga qo'yilib bo'lgan bo'lsa-mu namozini tushirish bo'ldi degan hukmni bayon qilish uchun. Undan keyin yani Hazrat Abu Bakr kechida yerlikni qo'yildi, o'sha ayolni kechida yerlikni qo'ydi. Undan keyin aniq emas, balki kechida yerlik qo'yishning o'zi cheklanmaydi. Bu yer cheklangani namozini tushirish bo'lishi kerak degan bo'lishi. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى مش وقتlarni ichida boshqa vaqtlardan uzoqroq afzalroq bir vaqt bormi? قال جوف الليل الأخير أفضل kechining oxirgi qismi afzal. Javob degan kechining ishim. فإنها متقبلة حتى يطلع الفجر. Çünkü o yani Allah Teala ibadetlerini kabul kıldığı bir peyt. Ta ki tang atman kadar. Muş rivayet hazır İmam Ahmed'in rivayeti. Şunda mutakabbala. فإنها متقبلة ki فإنها مشهودة متقبلة. Rahmet perişteleri hazır bulduğun. Yani Allah Teala müzzimin uçuşduğun. Allah Teala kabul kıldıgan hal min mustagfirin fa'gfir lahu degandek. Shunda payt bo'lg'achqa kechining oxirgi qismi shu, ya'ni oxirgi 3 dan biri deymiz endi. Shu oxirgi 3 ya 4 soat. Thumma intahi hatta tatlu ash-shams. Andan intay degan buldiqil. Işte o'qima andan. Taki kun chiqqan qadar namoz o'qima. Va ma damat kal juhfati kal juhfa anlaşılır. Kal juhfa. Juhfa degan qalqon. Demak, aslında jumla biz ko'raydigan aslında holatda bo'lsalam namoz o'qimay tutgan. Amsik degan bo'ldi tutdi. O'qimay turgan hatta tushrab. Ro'z nur chechib oqargan qadar. Ya'ni musho azal nayz bo'yi ko'tarilgan qadar degan ma'no shu.
yani 20 minut o'tganga qadar. Fa innaha tatlu'u bayna qarnay ash-shayton. Chunki u, yani quyosh chiqqan chaqda shaytonning ikki mumizi orliqida chiqadi. Va yasjudu lahal kuffar. Shu chaqda kafirlar yoki quyosh ibodat qilganlar quyoshga sajda qiladi. Sajda qilamiz deb shayton mumizini udlab turgan bo'lishqa shaytonga sajda qiladi. Yasjudu lahal kafirlar shaytonga sajda qiladi. Quyoshga degan bakra ekan. Chunki quyoshga ibodat qilganlar shu chaqda kun chiqqan chaqda sajda qildi. Bo'lib shu vaqtda sajda qildi. Biri kun chiqayotgan chaqda sajda qildi. Nima uchun desa, quyosh biz ko'rindi deb salom berish uchun, qarshi olish uchun sajda qildi. Ikkinchisi kun tiklashgan chaqda sajda qildi. Nima uchun desa, eng yuqori palli ko'tarildi, eng ulug'oldi degan ma'noda ana sajda qildi. Uchinchi vaqtda kun ketayotgan chaqda vedolish uchun sajda qildi. Quyosh ibodat qilgan shu chaqda sajda qilgan bo'lg'achqa shayton, masalan biz qarasak quyosh bunda ko'rinib turadi. Sajda qilay desa shayton ay quyosh mumizning o'tira kirdigan, bunda ko'rinadigan shaklda ayni turib oldi deb o'tirdi. Agar u jiroq narsa o'rniga kichik ko'rinadi. Mesela kalma muzun oturumu ağırlığı var mı? Alkanın ağırlığı da görünüyor. Şu o'xshashında şeytan bir xil holatda turib, ishki muzun o'tirda quyosh ko'rinadigan shaklda turib olganda, turib olgan ekan, bu sajda qilsa, amaliyotda quyosh sajda qilyotdi. Lekin bu turib olgan ekan, ammo mana sajda qilyotdi. Holatda turib olgan. Turib olgan ekan, sajda qilgan quyoshga ibodat qilgan kafirlarga o'xshab qolmaslik uchun bu çağda namaz okumanlar değil. Mesela quyoshning chiqishini ko'rmasdan qo'yadigan savolni çok sıklık quyoshning ko'rishini shundan bo'lmasin. Yoki nima shundan quyoshni bir ulug' bilganlar ishlarni qo'ymoqda quyoshning chiqishini ko'rsatib shundan bir xil ashuni o'zirilgan bir ahvollar balki ba'zi kishilar shundan qilganlar uchun nima ashunga ibodat qilganlar. İbadet qilganlar o aşı kafirlandı. Biz şunu o'xshab qolmaslik uchun tirishayapmiz. Bundan boshqalar quyoshning chiqqanini, patqanini, manzilni ko'rmasmaydi. Yani çünkü inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Allohning kamal qudratini dalolat qilgan bir isbot. Yani shu isbotlarni ko'rib Alloh taoloning qudratining cheksizligini his qilish uchun ko'z bo'ladi. ثم صل فإنها مشهودة متقبلة حتى يقوم العمود على ظله. Andan neyz boyu kötürelgenden keyin namaz oku. Çaşga okumsa, mesela nabd okumsa okugan. فإنها مشهودة متقبلة. Şu çağda okulgan namaz mı? Aşında rahmet perişteleri kilip qarab turdigan, Allah Taala qabul qildigan çağ şunu. Ta ki hatta yaqumal amudu ala zille. Kun tiklashgan qadar demak. Amud degan bir xada mesela. Xada o'zining soyasini egallab tursa, soya tushmay tursa demak. Yani soya tushmaydigan shaklda kun tiklashgan chaqqa qadar namoz o'qisan o'qigan. Sunmantahi, an tiklashgan chaqda to'xta. Yoki bo'ldi qil. Fa innaha sa'atun tusjaru fiha al-jahim. Chunki ashu soat kun tiklashgan chaq bo'lsa, bu do'zax qizitiladigan chaq deydi. Tusjaru. Sajar degan bu, masalan biz tunu qizitilgan, o tutashtirilib qazo qizitiladigan chaq. Summa salli idza zalat ila al-asr. Andan kun qayrilgandan keyin namoz o'qiladi. Peshin o'qiymiz masalan va uni boshqa o'qsak bo'ldi. İza zalat, yani qayrilgan chaqda, qiysagan chaqda namoz o'qim. Taki asrga qadar. Asr bo'lgandan keyin asrni o'qib bo'ldi demak. Summantahi. Fa innaha taghibu bayna qarnay shaytonin. Chunki u patgan chaqda, shu shayton ashunda quyosh ishkimimizning orliqida ko'rinadigan shaklda turib oladi. Turganki shu ishkimimizning o'ttirib patgandek patidi. Ve yesjudu lahal kuffar. Quyosh ibodat qilgan kafirlar shu chaqda Xudosi bilan vidolish uchun sajda qiladi.
Bu hadisni rivoyat qilgan Amr ibn Abasa radhiyallohu anhu Rasululloh Makkadagi islom dastlabki vaqtida Makkaga kelib Rasulullohning da'vati bilan musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning diyoriga borib islomning kuchlanishini kutib turgan deb yo'l silib o'tgan. Keyingi chog'larda Madinaga kelib Rasulullohning oldiga kelib men tunilmo degan chog'da men tunidim deb undan keyin islom ahkamlarini so'rgan chog'da bir-biriga mana bayon qilib bergan. Bu hadisda shu Rasulullohdan shu so'rab nima qilgan chog'da so'zlab bergan hadis. Shunga bu sahaba men islomning to'rtdan biri degan, ana rubul islom degan. Chunki Rasulullohning qishga borib iymon etgan chog'da sizlar bilan qancha kishi musulmon bo'ldi, sizga qancha kishi ergashdi desa Rasululloh hurrun abdun degan. Bir hur, bir qul ergashdi mana degan. Yani Abu Bakr bilan Bilal demakchi. Yani bu ikkilan ergashdi degan bo'lsa, bu şeyler Rasululloh bilan to'rtaylarni erkishini solsak to'rtaylanda shu chog'da to'rtla musulmon bo'lsa shu to'rtaylarning biri demakchi. Ana rubul islom degan. Qala illa asra yawmihi 'inda al-ghurub. Namoz o'qish shaklida dedi, kun ketayotgan chog'da. Lekin bu burunqi o'tib ketgan vaqtga namozlar bo'lib qolsa yoki namoz bo'lsa cheklanadigan. Lekin shu kunninki asr namozini o'qiyolmay kun patay deb qolgan chog'da o'qigan bo'lsa, u chog'da cheklanmaydi. لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت. Sabab deganda biz o'tgangi darsda shu vaqt kirgan chog' dedik. Nima? Sababul vujub degan narsa shu. Qancha vojib bo'ldi desa, shu odam shu namozni vaqti kirgan, o'qiydigan chog'da agardan vojib bo'ldi deymiz degan. Ya'ni vaqt kirgandan keyin shu o'qigan chog'ni sababi dedik. Undan ekan, chunki bu yerda sabab, ya'ni vojib bo'lgan sabab shu vaqtning ichidagi dal shu odam namoz o'qiydi deb turgan chog' shu deydi. Yani şu vaqtning ichida, 2 soatning ichida shu odam namozini o'qiydigan chog' shu sababitda dedik dedi. Bundan keyin kun patmaganlar bo'lsa, o'qisa bu vaqtda o'qilgan namoz bo'ldi, cheklanmadi. Kama bayyana biz yuqorida bayon qilgan o'xshash. Faqat addaha kama vajibat. Bundan keyin shu vojib bo'lgan chog'da o'qigan bo'ldi, hech qanday bir chataq ish qilmadi bu dedi. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. Bu sayed istimona asrdan bir rekatni o'qib olsa, kun petishdan burun vaqtida o'qigan bo'ldi dedi. Qala wa la yutanaffalu ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shams. Endi bu asli bu vaqt o'zi cheklangan vaqt emas. Vaqtda masala yo'q. Lekin boshqa bir sabab tufaylidan namoz o'qishni cheklaydigan vaqt demakchi. Ilgirgisi vaqtning o'zida kechilyapti. Shu chog'da ajna shaytonning turib oldigan bir chog'di. Shuni cheklagan. Ma'noda yo'q, vaqtning o'zida kechil yo'q, lekin boshqa bir tarafdan bo'lmaydigan tarafi bo'lg'achqa, boshqa bir sababdan nafl o'qish bo'lmaydi dedik. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. Bomdodga azon to'ldi shunami? Bomdodni o'qidik. Bomdodni o'qib bo'lgandan keyin, masalan, taglis vaqtida, qorong'i vaqtda o'qigan bo'lsak, namoz bomdodni tugatgandan keyin kun chiqqaniga qadar, kun chiqish boshlanguniga qadar orliq bor. 20 minut bo'lishi mumkin, 15 minut bo'lishi mumkin, yarim soat bo'lishi mumkin. Bunda vaqt bo'lgandan mushu vaqtda kun chiqqan chog'da nafl o'qish shaklida ekan, o'sha o'qiyamaydiganmi? Hozir bir to'rtlik nafl o'qiydi deb o'qish bo'lamdi desa, yo, chunki shu sayidisida tong otgandan keyin la solata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr deb kelgan bo'lg'ash. Chekilgan o'qish bo'lg'ash. Ondan farzni o'qimay, sunnatni o'qib, sunnatdan farzni o'qishdir. U bo'lmaydi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqqan orliqda undan namoz o'qimaydi. Undan hech bo'lmasa aqalli sunnat qiladi. Ham o'sha diskim qiladi. La solata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. Kun chiqqan qadar nafl o'qimaydi.
Bundan şirket sünnetini okudu, şirket farzını okudu, buldu. Vela ba'dal asr hatta taghrub. Asrdan kim bu? Gün patgan kadar nafl okulmaydı. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. حديث رسول الله مش iki vaqtda nafl o'qishdan to'sgan. Batni osti qarasanlar lafzuhu, yani Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadis. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إنك ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت. مش إشك وقت إشك قاغان يعني قضاء نماز دايما قضاء نمازlarını okusu boludu. Mesela akşam kutlarını okuyamay şundan ötüp gitken deydi. Bamdan okudu, bamdan okugandan keyin aralıkta vaqt bolsa kun chiqqan qadar kutlarning to'tirkini o'quvasi bo'ldi demoqchi. Agar ma'lum bir kishi masalan nasrda jamoatlarda namoz o'qiydi, sunnat namoz o'qiganlar shu jamoat namozi ulgurib qolgan bo'lsa, ishga ketadi. Uni o'qigan kun sunnat namoz o'qiladi. O'qisi bo'ldi. Çünkü Rasulullah shunda bamdan keyin ishga sunnat o'qiyotgan bir kishini ko'rib, bamdan to'tirga to'lab qoldimi degan chaqda, bamdan ishga sunnat o'qiyolmabdim, ya Rasulullah desa gap bo'lmadi. Bitta o'qwas bo'lmanda. Bo'ldi. Chunki vitrmi Abu Hanifaning nazarida vojib. Yani bu favoiddir. Ve yesjudu lit-tilava. Tilovat sajdasi qiladi. Ve yesjudu lit-tilava. Masalan, shu chaqda, shu bamdan keyin mesela o'tirib, bamdan namoz o'qib, kun chiqqan qadar o'tirib Qur'on o'qib turaydi. Oyat sajda o'qigandan keyin shu chaqda sajda qiladi deydi. Lekin bayatda mush faslning boshida la tajuzu salatu ve secdeti tilavet diyor. Lekin şu vaqtda burun o'qib, undan keyin secde qilishni shu chaqqa kechiktirgan bo'lsa, secde qilmaydi degan. Lekin shu chaqda mesela şu vaqtni deylar, misol qilib, tulu asham kun chiqayotgan chaqda. Bundan burun ya bundan keyin kun chiqishdan burun secde tilavet o'qib turib. Ama şu çağda kun chiqqan kadar secde qilmay, keyin kun chiqqan chaqda qilmandisi bo'lmaydi degan. Yani bu ashu udullab turib, ataydan kechiktirib secde qilganda ahvol bo'ldi. Lekin shu chaqda o'qib qolsangiz, kun chiqayotgan chaqda, dal tiklashgan chaqda, shu chaqda secde oyat o'qib qolgan bo'lsa, shu chaqda secde qilsa bo'ladi, lekin makruh. Buni kun nezbu ko'tarilib bo'lgandan kun qayrilgandan keyin qilsa bo'ladi deydi. Niyada kun chiqqan kadar bo'lgan ekan, kun chiqishimizsa hozir arliq bir azab bir vaqt bu. Yani o shaytonmi namozdan o'qib turgan, o kafirni secde qilgan vaqt emas. Chunki bu u vaqt kirishdan burungi vaqt. Hatto tatlash shams degan. O chaqda secde tilova qilsa bo'ldi deydi. Wala yusalli rak'atay tawaf. Tawaf qilgan chaqda tawafni qilib maqam Ibrohim kelib shirkat namoz o'qishibdi. Vattaxidu min maqami Ibrohim musalla dedi. Nimishda tavof namoz o'qimaydi? Kun chiqishda vaqtda o'ylab tursan. Nimishda la salata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr degan bo'lg'achqa, bamdan keyin bamdan shirkatdan, ya'ni shirkat sunnatdan shirkat farz, ash 4 rakatdan boshqa namoz o'qilmaydi degan bo'lg'achqa, rak'atay tavofni o'qilmaydi demoqchi. Mesela şu tavafı bir daha okuyup, eğer şu kişi mesela şu okuyup sefer kalan bu klasçı okuma gidiyor. Ya, sefer kalan bolsa, muş qarashga asosan, gachida aljo'manda shirkat o'qimaylar. Çünkü saqlab tursam, kunning mezbo'y ko'tarilib, nima saqlab tursa, kechib qolamiz. Menyagandan keyin qachon mezbo'y ko'tarilgan chaqda nad bo'lsa, shu baga yerda o'qildi. Rasulullah bir qatim shunda bamdan keyin tavof qilib, maqam Ibrohimda shirkat o'qigan chaqda kun chiqishga boshlaganda bo'lib, undan bir yerga borgan chaqda shu chaqda o'qigan. Bu tavafdan shirkatning hukmida ba'zi sunna muakkada deyish mumkin. Imom Malik va Abu Hanifaning qarashida vojib.
buni kechiktirdi dedi. لأن النهي لمعنى في غيره. Çünkü bu yerda cheklash shu vaqtning o'zidagi bir kashilig'iga qarata deyilmagan. Vaqtning o'zida masala yo'q. Bomdodni o'qisa bo'lgan chaq bo'lmi shu? Bomdodning vaqti. Lekin boshqa bir sababdan cheklangan. U boshqa sabab nimadan iborat desa, va huwa shughlu yoki shag'lu desak bo'ldi. Shag'lu jami'il vaqti bil fard. Yani muş vaqtning o'zini Münsen hammani, mesela bomdodning vaqtini yarım saat ya 40 minut desak, mush vaqtning hammani farz bilan qasd qilish. U chaqda uningdan boshqa narsa o'qimaslar. Bu bir alohida mashg'ul qilish, ishg'ol qilish desak bo'ldi. Thawabul fard a'zam. Chunki farzning savobi katta. Endi Rasululloh shunda bomdodning ikki rakatidan boshqa namoz o'qimaysiz degan ekan. Bu bomdodga shunda bir xos alohida belgilangan vaqt ekan. Undan boshqa namozni o'qishga bo'lmaydi ekan. Boshqa namoz o'qimoqchi bo'lsa, buni boshqada o'qisak bo'ldi ekan deb tushundim. Fala yadharu an-nahyu fi haqqi fardin misli. Bundan ekan bu shunda farzga munosabatlik alohida vaqt ekan. Endi shuning uchun qazo olib ketgan farz namozni o'qishni bo'ldi desa, chunki vaqt o'tib ketgan farz namoz bu. Bu shunda muhim. Zur namoz bo'lg'achqa, bu shuni o'qsam bo'ldi deb ruxsat qildi. Undan boshqasini ruxsat qilmadi. Harakat tavafda ruxsat qilmadi. Nima uchun desa, bu farz namoz vojibdir. Ya'ni bu mazhabda bu bir darajat tuvar. Wa zahara fi rak'atay at-tawaf li'annahu dunahu. Nima uchun mana hozir dinga tushgan. Bu yerdan boshqa namoz o'qimang deb to'sdi. To'sgan ekan, farz namoz bo'lib qolsa, bu chaqda to'sash darsi kirmaydi. Nima uchun bu muhim namoz. Buni qo'ldan basak bo'lmaydi. Yordamda saqt qilish lozim. Undan ekan bomdodning farzining vaqtida o'qisak mayli. Rak'atay tawafqa nima uchun ruxsat qildingiz desa, chunki bu undan tuvarrak bo'lg'achqa dedi. Ya'ni Hanifi mazhabning qarshisi vojib. Boshqalarning qarshida sunnat muakkada. Ana Hanifi mazhabda ham shada illa asra yawmihi ba'da al-ghurub dedi. Inda al-ghurub. Kun tatayotgan chaqda shu kuni asr namozini o'qiyas bo'ldi dedi. Bir rakat asrni o'qibdi, undan keyin kun petib ketsa hisob bo'ldi dedi. Lekin bomdod kelgan chaqda bomdodning bir rakatini o'qib qolib turishiga ikkinchi rakatga kun chiqib qolgan bo'lsa, hisob emasdir turadi. Bu o'zi shunday hadis kelgan. Ham nima uchun desa, ana bu mazhabda. Chunki asrni o'qigandan keyin namoz o'qish cheklangan. Asrni o'qish o'zi vaqti to'g'ri. O'zi vaqtida o'qish bir rakatni, ikkinchi rakat bu namoz o'qish cheklangan vaqt o'qiladi. Shomni vaqti kirib qoldi deymiz. Bu cheklangan vaqt emas. Demak, birinchi rakatmi, ikkinchi rakatmi cheklangan vaqt o'qilmadi. Dal kun chiqish udullab qilsa, balki bu udullab qilganlikdan o'sha kun lekin birinchi rakat asrni vaqtida, ikkinchi rakat shomni vaqtida o'qildi. Ishkilasa farz namoz o'qilgancha. Bomdod cho'lsa, bomdodning birinchi rakat o'zing vaqtida o'qilgan bilan ikkinchi rakat kun chiqayotgan, ko'tarilayotgan, mezbo'yi ko'tarilgan qadar arliq namoz cheklangan vaqtda. Shuna bomdodga unmaymiz, asrga unaymiz. Boshqalar bomdodga shunda bir rakat o'qilsa hisob. Qala wala ba'da tulu' al-fajr bi akthar min rak'atay al-fajr. Hamda tong atgandan keyinmi bomdoddan ikki rakat sunnatidan boshqa nafl o'qish bo'lmaydi. Biz Allohu akbar deb azon chiqdi bomdoddan. Chiqqandan keyin xil vaqt bor. Jamoat namozi o'qishga qadar xil vaqt bo'lgandan keyin shu arliqda 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat namoz o'qilay desa bo'lmaydi. Faqat bomdoddan 2 rakat sunnatlar o'qiymiz. Wala qabla al-maghrib. Bomdoddan 2 rakat sunnatlar o'qiymiz desnama nima uchun? Chunki bunda aniq dalillar kelgan. La tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn. Bomdoddan keyin faqat 2 rakatlar o'qinglar. Bu Tirmizi, Abu Dawud rivoyat qilgan hadis. Albani sahih degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Mesela İbn Abbas radıyallahu anh hammasi Maymunaning qishil qo'ngan chaqda kechida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan ahvolini kuzatgan. Shu chaqda namoz o'tirib 8 rakat o'qib, keyin vitr o'qidi. Undan keyin azon to'lgandan keyin 2 rakat bomdatning sunnatini o'qidi. Yeni yetib juda aramalab ondan namozga chiqdi. Shu hadisda unda oraliqda boshqa namoz o'qimaganligi aniq. Yani yengil 2 rakat o'qiydi deb kelgan. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn deb kelgan. Lekin Imom Shafiy rahmatullohi alayhi tong atgandan keyinmi jamoat namoz o'qishga qadar nafl o'qishi bo'ldi deb qaragan. Wala qabla al-maghrib shamdan burunmi nafl namoz o'qish bo'lmaydi. Yani bunu hukmi makruh hazır. Maliki mazhab bilan Hanafi mazhabda shamdan burun nafl o'qish makruh. Namoz cheklanmagan. Lekin hadisda shamni burun o'qish mustahab. La tazal ummati bi khayrin ma ajjalu al-maghrib aw ma lam yu'akhiru al-maghrib ila an tashtabika an-nujum. Degandek hadis bo'lg'achqa Abu Dawud rivoyat qilgan va İbn Huzayma sahih degan. Shamdan burun nafl o'qisak, farzni kechiktirishga elib boradi degan bo'lg'achqa makruh degan. Shafiy mazhabda shamdan ilgari 2 rakat o'qish sunnat g'ayri muakkada. Hanbali mazhabda joiz. Bu sunnat ya sunnat g'ayri muakkada deganning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib deb 3-qatında liman sha'a degan. Xalqallohga Gene kunna nusalli rak'atayn ba'da g'urub ash-shams deb keldi. Va kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yarana va lam yanhana. Rasululloh bizni ko'rdi, to'smaydi. Yani bir hadisda kunna bil Madinati fa idza adana al-muazzin li salat al-maghrib tadaru as-sawari. Biz Madinada Shamga azon to'lgan chog'da jamoat shu turklarning oldiga borib, endi oldimizga kim o'tmasin deb turkka oldini qilib namoz o'qishga oldiraydi. 2 rakat namoz o'qiydi degan. Lekin hamda Hanafi mazhabning qoidasi bo'yicha elib aytgan chog'da Hanafi mazhabda yoki Hanafi mazhab amal qilgan mushuklarda azon o'qiladi. Azon o'qilgandan keyin takbir tushirdi. Oraliqda vaqt yo'q. Bu anda nafl o'qish bo'lmaydi degan qarash asos. Endi bunda bo'lgandan keyin biz ahol qaraymiz. Agar shu jitki shu masjidda Allohu akbar azon to'lab bilan oqidan takbir tushirgan bo'lsa, biz shu jamoat bilan o'qigan fursat yo'q, namoz o'qimaymiz. Agar mana masjidligidek shamning azondan takbirning oralig'i 10 minut o'tkazgan bo'lsa, biz shu 10 minut oralig'ida nafl o'qisak bo'ldi. Ya'ni bu nafl o'qish hozir shamni kechiktirishga sabab bo'lmadi bichora. Shu hamon shu kechkidan bu. Ammo 10 minutga o'qiydi. Davom ekan shu 10 minut oralig'ida o'qisak bo'ldi. Masalan, bir adam uyda bolalar masjidda sunnat o'qib chiqdi. Masjid chiqib o'ran ishga masjid o'qimoqda. Bu hamda adam shu gangrab qolgan masalaning birisi. Nima uchun? Rasululloh uyda ishga o'qiydi. Shunda hujrasidan chiqishiga takbir tushirdi. Ya takbir tushgandan keyin qachon chiqdi? U masjid kirib unda tahiyatul masjid o'qiydigan ish bo'lmaydi. Endi hadisda 2 rakat bomdatning sunnatidan boshqa namoz o'qishga bo'lmaydi degandan keyin namoz o'qisa bo'lmaydi degan gap chiqadi. Yana bir hadisda idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn degan tahiyatul masjid o'qisin degandan keyin ya tahiyatul masjid o'qish bilan namoz o'qima degan mush bomdatga mush ishkadis taqishib qoldi. Buni ulamolar yo'q tahiyatul masjid o'qilmaydi deyishi mumkin. Shafiy mazhabiga bu ma'lum bir sabab tayinlangan nafl o'qishga bo'ladi. Hatto mutlaq nafl bo'ldi dedi Shafiy mazhabida. Lekin ajna qarash o'xshash emas. Wala qabla salatul Eid. Eid namozdan ilgarimi nafl o'qish bo'lmaydi dedi. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم namozga shunda ahamiyat bildirgan davomliq namoz o'qib turgan turug'liq Eid namozidan ilgari namoz o'qimagan dedi. Ham ko'pchilik olimlar
Eid namazdan ilgari Eid gahda olsun, masjid olsun, nafl o'qish bo'lmaydi, makruh deb qaraydi. İmam Şafii bular dedi. Lekin xutba o'qiyotganda desa, İmam Şafii xutba o'qiyotgan chog'da Eidning xutbasini keyin o'qiydi. Shu chog'da nafl o'qish bo'ldi deb qaraydi. Hamda nishada yana bir mushkil kelib chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid namozini Eidgahda o'qiydi. Eidgah deganimiz shaharning bir maydon, musalla, Eid namozini o'qiydigan bir maydon. Masjidda o'qimagan. Endi hozir masjidlarda o'qiydi. Bir tarafdan Eid namozidan ilgari namoz o'qish bo'lmaydi, namoz o'qimaydi Rasululloh degan bir cheklama bor. Bir tarafdan masjidga kirgan namoz o'qisin degan bir nima bor. Nahotki hozir hamda masjidga kirib Eid namoz o'qiymiz degan chog'da kirkat o'qish kerakmi bo'lsa, ba'zilar o'qiydi. Ba'zilar yo'q, Eid namozidan ilgari namoz o'qish yo'qda, namoz o'qimaysan. Aslida qoida bo'yicha shu Eidga chiqib, maydonga chiqib namoz o'qisa, bundan mushkul yo'q. Hozir qoida tushmaydigan bir ishni qilg'achqa, bunda tashkil qilib chiqdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Eid namoziga chiqqan vaqtida Eid namozidan ilgari nafl o'qimagan. Wa fi thani ta'khir al-maghrib wa huwa makruh. Al-thani ay qabla al-maghrib degan ikkinchi masala demakchi. Ya'ni Şamdan burun 2 rekat ya'nundan boshqa nafl o'qib qolsak, Shamni kesib turitish kelib chiqadi deydi. Kesib turitish sharti makruh. Wa la idha kharaja al-imam yawm al-jum'a. Juma kuni imom usullash uchun minbarga chiqqan vaqtida namoz o'qish makruh. İmam so'zdan namoz o'qisa bo'lmaydi. Masjidda o'qimaydi. Tayyib bo'lsa endi ro'za o'qimaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam idza kharaja al-imam fala salata wala kalam. Rasululloh bunda degan, imom chiqib qolsa namozmi yo'q, gap so'zmi yo'q dedi. Lekin Shafiy mazhabda o'qisa bo'ldi. Juma xutbasi o'qilayotgan chog'da masjidga kirgan kishi shirkat tayyorlanib masjid o'qiydi deydi. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه دستا. İmam xutbasılayotgan chog'da masjidga kirgan kishi yengil 2 rekat namoz o'qisin dedi. Lekin bu mazhabda bu ma'lum bir shaxs voqealigini kelgan umumlikni bildirmaydi. Shu kishining alohida bir ahvolida shu kishining taqdir namrat yo'lida bo'lg'achqa shirkat namoz o'qib degandan keyin shirkat namoz o'qigancha xalqning o'rtog'ini ko'rib buni ahvolni namozdan keyin sadaqa qilganimga bu endi alohida bir ahvol. Ma Shafiy mazhabidagilar va boshqalar yo'q, bu hadisning lafzi umum bo'lgan ekan, u odamga xos emas deb qaraydi. Endi Hanafiy mazhab, Maliki mazhabda juma o'qilayotgan chog'da tayyib masjid o'qimaydi. Bunun dalili nima? Anna rajulan taqatta riqaban nasi va nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxtub. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotgan chog'da bir kishining gadallarida atlab safning oldiroq berishga ma'qul turgan ekan. Faqala lahu ijlis. O'tira dedi. Faqat adayta jamoatga a'zolardan o'tira dedi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan sahih hadis. Bu hadis Hanafiy mazhab bilan Maliki mazhab qanday dalil bo'ldi? Bu hadisda shu kishini shirkat namoz o'qishi buyurdimi? Buyurmadi. Agar endi o'qiydigan ish bo'lsa, shirkat namoz o'qib joyida o'tira boshqa a'zolardan deydi. O'tda deganlik namoz o'qima deganlik deydi. Xuddi mush vaqtdan namoz o'qishdan to'sqandek bir ahvol bo'ldi. Al-amr bi-shay nahyun an liddihi degan qoidaga asosan. Yani bir hadiste إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Qishlik kishiga gap qilmay jim o'tirib Allah xutbani desam, masalan bizdan Fransuz o'tgan yo telefon o'ynayotgan so'rab qolsa, jim o'tirib xutba anglar deb qolsangmi, sen hozir behuda gap qilgan bo'lsa, ortiqcha qiz bo'lmaydigan gapni qilgandek bo'lsa, lag'u degan shu ma'noda. Yakan ba'zi ulamolar deydi bu ilg'o, ya'ni amaldan qoldirish degan ma'noda. Ya'ni shunda gap qilib qolsam, juma namozini bekor qilayotgan bo'lsa degan ma'noda bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik olimlar shu
ortiqcha gap qilgan bo'lsa, asli bu amr ma'ruf qildi, nahyan munkar. Endi bundan dalil keltirishi Hanafiy mazhabning hozir munkardan to'sashnimi to'sdi. Gap qilmay o'tda, jim o'tda, quloq sirtmanglar degan gapni qilma dedi. Yomon ishdan to'sashdi shu. Amr ma'ruf nahyan munkarni hukm etsa, shunda ishni ko'rgan chog'da vojibdir. Vojib bo'lgan ashunda ulug' bir ishni to'satadi. Ashuni qilma degan ekan. Tahiyatul masjidni hukm etsa mustahab ya mandubda yoki sunnat deymiz. Ya'ni ekan vojibni to'satgan chog'da uni qilmada bu mustahab ish albatta shaklida demak. Yani bu tahiyatul masjid o'qilmaydiganligining dalillarini ko'rsatdi. Yani gap so'z qilmaslikning dalili chu desa, "Idza qulta li sahibika ansat yawm al-jum'a wal imam yaqtub faqad laghawta." yoki faqad laghita. Nolga bu hadisda butun gap so'zni qilma. Hatto amr ma'ruf degan nahyan munkar so'zni qilmaysa, gap qilmaysa dedi. Zo'r gap qo'ysin qilmaysa degan bo'lg'achqa gap so'z qilishga bo'lmaydi. Ya-da wala kalam dedi-ku. Gap so'zni qilmaysa. Nolgan usulda atgan chog'da birisi shunda ishlarni diqqatini ya varang so'rab qildi, ya telefonini sayrit ovoz qildi, ya kendikadan bilan paranlash qildi. Buni qanday to'xtatamiz endi? Gap qilmasak bo'lmaydigan bo'lsa. Ba'zilar ishoratlar debdi. Ba'zi eng qisqa so'zlar deganday. Ya ishoratlar. Yoki jim deganday so'zlar bilan to'sidi debdi. Sen bu vaqtda gap qilishni oldin mutlaq qarama. Qaram bo'ldi. Chunki o'sha yerda endi chekilgan bo'lgan. Mesela ayollarning qo'lida deb qolgan bo'lsa, qo'llarga gap qilish zarur qolgan bo'lsa. Uni mayli. Chunki uning chari yo'q, uning boshqa chari yo'q. Mana ixtiyoriy ahvolda shunda gap so'z bo'lmaydi demoqchi. قال ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر. Bir vaqtda, bir namozning vaqtida ikki namozni jamlab o'qishga bo'lmaydi. Muqim bo'lsin, musafir bo'lsin. Yo'q. Bu Muxtarning teksti. Bunun dalili liqavlihi ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti aniq farz qilingan dedi. Ay muaqqatan, mawqutan deganni muaqqatan deb izohladi. Ya'ni vaqti belgilangan demoqchi. Oyatda alladina hum an salatihim sahun degan aytlashni namozning vaqti ketganga qadar kechib turdiganlar deb tafsir qilingan. Alladina hum an salatihim sahun dedi. Ya'ni yuakhirunaha an vaqtiha demoqchi. Vaqti belgilangan, farz qilib bekitilgan, endi jamlab qolsak qanday bo'lmoqchi desa, jamlab qolgan ahvolda tag'yirul vaqt, belgilangan vaqtdan olib ketsa, o'zgartirsa. Bu umum ahvolda shunday. Lekin Hanafiy mazhabda manda bir shaklda ruxsat qildi. Va yajuzul jam'u fi'lan la vaqta. Bir namozning vaqtida ikki namozni emas, shakli jihatdan jamlaganda ikki vaqt o'qisa bo'ldi. Biz o'tganda dedik-ku, soat 3 da asr bo'lgan bo'lsa, 3 ga 10 minut qolgan chog'da peshinni o'qib, peshinni o'qisa assalomu alaykum rahmatulloh deb turishiga. Asrga azon chiqsa, azonni anglitib bilan takbir tushirib, asrni o'qisa, bu jamlagandek bo'ldi. Lekin bir vaqt emas, ikki vaqtda. Mushunda qilsa bo'ldi. Bu endi jamlagan bo'lmay, shakli jihatdan ikki namozni aqaqda o'qigan bilan bu namoz ikki vaqtda o'qilgan bo'ldi deydi. Va huwa ta'wilu ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam jama'a. Jamlab o'qidi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarning ta'vili shu, ya'ni izohat shu deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ana jamlab o'qiganlik haqida hadislar kelgan. Masalan, muqim holatda, safar qilmagan holatda shart turib jamlagan hadislardan Ibn Abbas radhiyallohu anhu dedi, "Jama'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayna az-zuhri wal-'asri wal-maghribi wal-'isha'i bil Madina." Bil Madina degandan, endi bu keyingi vaqtlar
İslamning dastlabki davri emas, dastlabki davr bo'lsa, Makkadagi chaqda jamlab chiqqan, keyin Madinaga kelgandan keyin unda jamlash yo'qdi, dildan bil Madina dedi. Min g'ayri xawfin wala matar. Yani adet normal ahvolda, qo'rqinch ahvoli emas. Yani qo'rqinch ahvoli bo'lsa, masalan, G'azvatul Ahzabda jama qildi-ku, yani 4 namozni bir vaqtda o'qidi. Ahzab qo'rshab turgan vaqtida namoz shamdan keyin peshim, asr, sham xutdan o'qidi. U xavf holatida yomg'ir yog'magan chog'ida, yomg'ir yoqqan chog'da patqa qulab ketib, kishilar maskilib ketish jafoat qilib deb, buning odatda ruxsat qilgan ahvol bordi. Masalan, shamga bir kelib, shamni o'qib, azroq o'tmaylan, aqdan o'qib bilan kichkina bir o'qib bunda qaytishga oshiq bordi. Bunda bir yomg'ir holatini deb qolmam, bu yomg'ir yoqqan normal ahvolda. Bu Sahih Muslimga kelgan rivoyat. Yani şu hadis rivoyati Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mushadisdan anlagan kishi tabi'i bu nima uchun shunday qilgan bo'ldi? Inna salati kana al-mu'minin kitaban mawquta tusa. Nima uchun bunda jamlagan bo'ldi desa, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma kay la yuhrija ummatahu, ummatini haraj qo'ymaslik uchun dedi. Yana bir hadisda qala Abdullah ibn Shaqiq خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. Bir kuni Ibn Abbas radhiyallohu anhu bizni xutba so'zladi, nutq so'zlar tabliq qilib, asrdan keyin boshlab chiqqan. Lekin kun o'tib ketibdi, namoz vaqti kirib ketibdi. Yulduzlar ko'rinish boshlabdi. Va ja'alna nasu yaquluna as-salata as-salat. Kishilardan namoz vaqti deb ketdi, namoz degan turib. Shamni qo'sha qildi, namoz vaqti qildi deganda. Yani as-salat degan sham namozni demoqchi. Qala faja rajulun min bani Tamim. Bani Tamim qabilasidan bir kishi kelib, la yaftar va la yantani. Usul ishtarib qarmay aldirash keldi demoqchi. Hapla kelib, as-salat namoz. Ibn Abbas so'zladi. Bu kishi bu tabi'i hamda. Kelib, "Voy namoz qilgan, namoz o'qisa bo'lmaydi" debdi. Degan ekan Ibn Abbas radhiyallohu anhu debdi. "Tu'allimuni as-sunnah?" Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatini la ummalak demak degan bu. Bu yetimog'lar. Thumma qala undan debdi. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم namozda jamlab o'qilgan. Ya'ni shu namozni qator tizg'ini, peshin bilan asrni, sham bilan xuttanni jamlab o'qilganini men ko'rgan debdi. Deganiki mushu hadisni, mushu aqalni ko'rgan Abdullah ibn Shaqiq, mushuni anglagandan keyin ko'nglimda sal bir shakulab qilib, bu qanday gapdi? Ibn Abbasning bu sahabi Rasulullah'dan qilgan deydi, lekin bu rasmido deb qilib, men Abu Hurayra'dan tashribadim dedi. Abu Hurayra'dan tashribat so'rasam, Ibn Abbasning so'zining rastligini tasdiqladi. Rasululloh dedi. Sahih Buxoriyda bu shu 4 namozni atab jamildi deb kelgan. Ya'ni peshin bilan asr, sham bilan xutba. Lekin bomdodni boshqa namoz bilan jamil qilinmaydi. Hali bu jamlash degan qarashga asosan bu bomdod o'zi yolg'iz, peshin bilan asr, sham bilan xutba. Xutba bilan bomdod nima? Jamlamaysiz demakchi. Ya'ni bu qoidasi shu. Bomdod o'zi yolg'iz, peshin bilan asr, sham bilan xutba. Lekin mesela asr bilan shamni xutba bilan bomdodni jamlash yo'q. Lekin xutbani kecha akhir o'qish afzaldir. Kecha akhir bana o'qishib qolmoqman. Kendidan bana o'qishib bo'lgan. Ya, ulamolar ruxsat qilmaydi. Endi Rasululloh undan sallu kama ra'aytumuni usalli. Qanday namoz o'qigan bo'lsa, shunday namoz o'qiladi. Rasululloh qanday jamlda, jamlashma asli odatning sir tavqlat bir ahvol. Yani istisno qilgan qiyinchilik, ya kasal, ya sababdan ruxsat qilgan bo'lsa, shu ruxsat qilgan ahvol qanday o'qida peshin bilan asr, sham bilan xutbani jam qil. Bomdod bilan peshin emas, ya bomdod bilan xutbani jam qil.
Yok tanıtkan kadar. Yani kutanın vakti çıkışı bilen bunun vakti kirdi. Yani aqabda uluş kirdi. Uluş kâsi mi? Yok aqabda uluş kâsi mi? Cemuk uluş doğrusu. Belki bu aslında bu aslında mazur halatda kıyımçılık sebebini kıldığı ruhsat boğaçka kınının vakti şunun azad boğaçka aldaki namaşlarının vakti da kısa boğaçka çıkışın cüklaşka ruhsat kılıp iken uğulan bamdın cüklaşka ruhsat muam olsun. Bunların fi sefer zaman seferde yani matar yani bu yaktan çağda ruhsat köpçülük ruhsat mümkün. Yani bir mezat kılmışım. Yani mesela istihada haletki ayarlı bulup kalsa şu ruhsatlılar istifa. İki namazga bir tarih ile yani usluklu içindeydi. Bir usluklar iki namazını okuyacağız. Gerçi bazılar şunda şekli cemleştir. Namazın ahir vaxtıga kısa turup jünüp lan okup lan mani okuyacağız diyen bolsunuz. Lekin önde cemleşip bağımlı. Bundan iken Hanefi mezhepte muqim kişi olsun, musafir olsun, iki namazını cemleşke ruhsat kılmadı. Lekin seyiriste ümmetine herezde koyması sünnetlerini kıygan diyen bu başka doğumluk emas. Şunda bir ayrıcılığı bırakın, aşında bir ciddi kulak, doktorxanada çapıdığan, ya aşında bir aldıraşçılık önde bulak, namaz kesip kıldığı ahval bolsa, iki namazını cemleşke boğası buldu. Bu da mazır bazı çoğu şehirde kafirlarının yerlerde sağlığı yerde geçirdiği namaz okuyuduysa okuyamaydıgan ya tıkır kayıtlar okulumunmaydıgan bunda ahvallarda iki namazını cemlep okuyasa bir ahvalda meyle seyediz boğaçka mesela biz yataktamazsan buraya bağmakçı Beijing'de ya başka yerde şunlar talağa güzel namaz okuyuda Zeymansız namaz okulu bulmaydıgan ya ki mektepteki okuvchilar, idaradagi kadrlar bular fishimni demoqchi bo'lgan chog'da, taqdan sirt ma'lumotchi bo'lgan chog'da fishimning vaqti kirgan bo'lsa, fishim bilan asrni bir aqlam o'qilib chiqdi. Va kechdan oshamdan kirsa bo'ldi. Namoz-shamni vaqtida o'qiganmadan kechki darash bo'lib qolsa, namoz-shamni Xuftar o'qigan, qachon o'qisa, tong otgan qadar qachon o'qisa, namozni kechiktirib, yoki xuftan taqishtirgan bo'lsa, namozni vaqtida, shunda ikkisining birini birisining vaqtida tartib turib, yoki taqdim va ta'xir qilib o'qishi bo'ldi. Yani kishi bilasini yoki o'z kishini vaqtida o'zlasini vaqtida. Yoki vaqtida. Davomli bunday shunda nimaga duch kelgan vaqtlarda. Şöyle şarayipte olgan bizga. Kitodim ashta o'qishni bo'lganda sinib qolgan bo'lmasa vaqtida o'qiydi. Agar masalan musafir bo'lsin yoki birisini o'tishgan bo'lsa, ta'tilishlar bo'lsin, boshqasidan sinib qolgan bo'lsa, jumla o'qish ruxsat bo'ladi. Bu bir kamchilik ham. Mesela bir seferga chiqib, yo'lda sham vaqti bo'ldi, lekin vaqtim bo'lib ketishi mumkin o'yinga bo'ldi. Ondan sonra şu şam qayda şamdan qutashni ta'sir qilgan bo'ladi. Ha bo'ldi. Shundan ta'sir qilib Ya sefer dediniz. Sefer doğanken tasir. İslam ümmeti aslında qilinib qolmasin deb bekamchilik bergan bo'g'achqa bir ashunda ishga duch kelib qolgan ahvolda shu ruxsatdan foydalanish uchun ishlatildi. Ya endi davomliq shunda qiyin ahvol bo'lsa, unda o'qisin. Mesela mektepte ders uğraştırıp kalanı tushlikka uğraştırıp qo'ysa, asosan maktabga qolish uchun vaqt qisqa bo'lgandan keyin vaqt qisqartiradi. Bir mavsum maktab davom etishi mumkin. Endi o'qiydi. Shunda davomlashgan muddatcha endi o'qiydi, lekin masalan yakshanba dam olish kunlari, undan boshqa ta'til kunlarda, uyga qaytgan chog'da ta'tilda normal o'qiydi. Ya bunda ruxsat bordi deb davomli shunday o'qigan qilolmay, shunda ishga duch keladigan kunlarda. Ham yerda fi hadarin va safar dedi. Unda hadarda Rasulullohning sayyidistasini jamlab o'qishga kelgandan keyin ashunda bir qiyin ahvol, ashunda bir jiddiylik bo'lib qolsa,
jamlashga ruxsat dedi. U safarda cho'dsa, safardami Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar kun qayrilishdan burun, peshin vaqt kirishdan burun safarga qo'zg'alib ketgan bo'lsa, yo'lni yurib asr vaqtda kelgan chog'da uniki asr bilan birga o'qiydi. To'g'ri to'xtab tushib, uni bog'lab, cho'ktirib, bu nima qilishqimi, keyin qo'zg'alib mashib 1 soat, 1.5 soat ketishi mumkin. Davom ekan safarda unda qildi. Masalan, hadisda kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idartahala qabla an tazigha ash-shams akhara adh-dhuhra ila waqt al-'asr thumma nazala fajama'a baynahuma fa idha zaghat qabla an yartahil qo'zg'alishdan burun peshin namozi kirib bo'lgan bo'lsa, peshin bilan asrni peshin vaqti o'qitiblar, undan keyin minib ketdi. Muttafaqun alayh. Demak, bu safardagi ahvolda. Lekin bu mazhabda safarda ruxsat qilmadi. Yani hadisda hozir ammada. Nima uchun olmaydi? Bu bir hadisda bunda kelib qolgan. Oyat qaraydi. Oyatda inna solata kanat alayhi kitaban mawquta. Adam oyatida zikr qildi bu. Oyatda zikr qilgan ahvolda qaysi oldin o'rin turibdi? Oyat namaz xizmat tarjih qilish. Jamlash emas, tarjih qilish. Jamladi degan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning rivoyatini biz nimda tushunmayapsa, shakli jamlagan, ko'rinishi jamlagandek bo'ldi. Har ikki o'z vaqtida bo'lgan deb shuni tushunamiz dedi. Va tafsiruhu annahu yu'akhiru adh-dhuhra ila akhir waqtiha wa yuqaddimu al-'asra fi awwal waqtiha. Biz baytning geçin. Qala illa bi Arafa. Unda Hanafi mazhab hech qachon ikki namoz jamlashga ruxsat qilmay, faqat Arafat bilan Muzdalifa ikki joydan ruxsat qildi. إلا بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء. Çünkü seyyinde kilişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cema'a fi haccetul veda'i el-Maghrib'e vel-İşa bil-Muzdalife deb kelgan. Demek aslında cemaatga ahvol bo'lg'achda, yani bu vaziyatda shuni istisno qilib ruxsat qildi. Lekin boshqa safar holatida yoki hadar holatida ruxsat qilmadi. Yuqorqi masalada nafl o'qilmaydi degan masalada Shafiy mazhabida biror bir sababi bor namoz bo'lsa o'qisa bo'ladi dedi. Cheklangan vaqtlarda biror bir sababga chetishlik namoz bo'lsa o'qisa bo'ladi dedi. Bu sababga chetish namozi ham qaysi? Tahiyatul masjid. Ve sabab chetilmag'ina, masalan, tahajjud o'qiganda kirkat namoz o'qiydi. Tablom o'qish. Sabab chetilmag'ina, masalan, tahiyatul masjid bo'lishi mumkin. Rak'atay tavof bo'lishi mumkin. Yani tayyorlagan chog'da bir tayyorlaganliklar kirgan o'qish bor. Unda fazilatlik. Bu bir sabab kishi olgan u bo'lishi mumkin. Ba'zi istixora namozi deyish mumkin. Ba'zi yomg'ir tilashi deyish mumkin. Kusufni deyish mumkin. Shunday namozlar. Yani undan boshqa shunda qazo olib ketgan namoz yoki nazr qilgan namoz. Masalan, men saqqaytib kelsam, 6 rakat namoz o'qimayman, nazr qilgan bo'lsa, mushimomda shunda cheklangan vaqtda o'qib bo'lgan namoz. Yaxshimi yalbama? Namozdan keyin qadr shikirkat namoz o'qiyotgan Namazdan keyin shikirkat sunnat namoz bor. Bundan boshqa demakman? Yo'q, bundan boshqa unda o'qilgan namoz yo'q. Rasulullah hakkında ya ki aşılar isim bulan ata-ana namazı yanı namazdan biz kurup yapılar. Ya okumayın. Şunda namaz hiç kirket namaz okuşma. Onu da iken, onda falan namazı pistan namaz demay. Şamdan ki huttanınca kadar namaz okuş çekilenge ahval yok mu? Lakin nafla mutlak nafla okusu buldu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان